بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. Kur'an-ı Kerim'deki en uzun qarz ayetinden keyin hozir qarzni tinilish yoki bir-birining haqqini yeb ketish hatto qutlab qo'yish uchun ra'ni ilish to'g'riliq so'zlar o'tadi, ko'rsatma berib o'tadi. Ya'ni ra'niningki ahkamlarini bayon qildim oyatda hozir. Va in kuntum, ya'ni qarzlashganlar sizlar safar ustida bo'lib qolsanglar, safar ustida bo'lmasanglar, hani gachsiz ishlarni aklatman guvaltislar yo hujjatlashib adliyatni qo'yishlar bor dedi. Lekin safar ustida unday ta'simda shu ishlarlar bilan birga ketayotgan cho'lda boshqa guvochi hujjatlashib yezib qo'ygan ba'zi bor qalam daftarlarni topib bo'lmaydi unda ekan. Valam tajidu katiban, yozgan topolmay qolsanglar farihanun, ra'ni qo'yish ishi bor dedi. Faruhnun Makki va Abu Amr, Makki qari'lari va Abu Amr bular ruhnun deb o'qidi dedi. Qira'at. Makki degan mesela Ibn Kasirga o'xshash ayda qari'lar. Mava farihanun deb bizning qira'atimiz. Lekin Makki va Abu Amr faruhnun deb o'qidi. Ay fallazi yustawtaqu bihi ruhnun. Ya'ni demak shu nima yerda? Bu yerda hujjat qilib qo'yilgan narsa, qarzni hujjatlab qo'yilgan narsa ra'ni qo'yishdan iboratdir degan bo'ldi dedi. Yoki fa alaykum rahnun degandek. Fa alaykum rahan degandek, fa fidyatun min siyam degandek. Yani fa alaykum degan bo'ldi. Wa kilahuma jam'u rahnin. Rihan bilan ruhn degan ikkilisi rahniningki ko'plik olti deydi. Kasaqfin va suquf va bag'lin va bighal. Suquf va bighal degandek chiqdi-ku. Ikkilisi saqf bilan bag'liningki ko'plik emas. Va rahnun fil asl masdarun summiya bihi thumma kusira taksirul asma. Rahn degan so'z aslida bu bir ism deydi. Rahn qo'yilgan narsaning ismi deydi. Ra'na degandek. Bu nimasi ra'na degandek? Bu ismda. Lekin keyin buni ismni qurilmasi o'zgartirib jama qilgan, jama taksir shaklida uni ko'plik oltiga ekilib o'tdi. Rahnun rihanun. Rahanatun demay masalan. Rihan deb qurilmasi o'zgarib ketdi. Walamma kana as-safaru madannatan li'awaz al-katb wal-ishhad. Safar ustida degan yezish va guvalab, hujjatlab qo'yishna qisi bo'ladi deb qaralgan bir ish bo'lgan safar degan. Safar ustida hamra nechalar bo'lmasi mumkin. Shu ishlar bo'lmagan bo'lishi mumkin. Boshqa ham safar yo'q. Bunday ahvolda ko'pchilik guval tanmay qoladi, yezishni ta'sirlab qolgan bo'lg'achqa umira ala sabilil irshad ila hifzil mal. Allah Taala manfaatimiz uchun foydali yo'lni ko'rsatish tariqasida mol-mulkni saqlab qolish uchun yo'l ko'rsatib, ra'ni qo'yishni buyurdi dedi. Man kana ala safarin bi an yuqima at-tawassuqa bil-irtihani maqam at-tawassuqi bil-katb vel-ishhad. Ya'ni nimani buyurdi desa, bizning mol-mulkimizni saqlab qolishimiz uchun hujjatlab, guvaltib, puxtlab qo'yishning o'rniga, chunki hujjatlab, guvaltib qo'yish ters safar ustida. Bunun o'rniga ra'niga qo'yish orqali puxtlab qo'yishga buyurdi dedi. La anna safara shartu tajvizil irtihan. Va in kuntum ala safarin degan, siz safar ustida bo'lsanglar, ra'ni qo'ysanglar bo'ldi. Bo'lmasa bo'lmaydi degan bunda qayda emas bu. Biz yuqorida mesela bidayat müşahidini deb o'tdik-ku. Bu xaraja maxrajil g'alib. Allati fi hujurikum dedi mesela. G'aliban o'gay qizni bir nima qilgan ahvolda bo'ladi. Shu uyda biqiladigan bo'g'achqa shunda degani. Wala tukrihu fatatikum alladhi in aradna tahassuna. G'aliban zati bular yaqinda fahish qilmaymiz, qilmasa qildi deydi. Undan keyin bu fahish qilishni xohlamaydigan bo'lsa zo'limanglar, lekin xohlab qolsa mayli zo'lsang bo'ldi degan bo'lmaydi. Ya'ni bu g'alibni tushuntirib o'tadi. Ashuna bir necha misol o'tgan, mushumu shunimizdan. Ya'ni siz safar ustida bo'lib qolsanglar, degani safar ustida ko'p ahvolda hujjatlab qo'yish imkoniyati bo'lmaydigan bo'lg'achqa shunday degan. Lekin safar ustida bo'lmay, muqim turvatga holatda bo'lsin bo'ldi degan gap. Ya'ni safar ustida ham joiz, muqim shaklida adam bayada joiz emas deb mujohidlar Dahhak shunday deb qaragan. Mushuna shu xaraja mahsul g'olib demay shart deb tushungan.
va in kuntum ala safar. Demak, endi bu yerda bunda zahir bo'lgan bilan xaraja maxrajul g'olib degan bir zahirim bor bizning oldimizda. Biz zahirini tanladik. Nima uchun endi buni tanladik? Lekin bizning dalilimiz bor. Rasululloh Madina chaqda o'zining dubulg'i soatini, temir kiyimini, jang kiyimini Yahudiga rani qo'yib, undan qarz olgan. Ya'ni arpa, undan narsani qarz olgan. Oil tavobatini ochliq, oziqlik uchun unda raniga qo'yib qarz olgan. Undan keyin Rasululloh Madinada qilgan shu. Safar ustida nima emas. Buxoriy Muslimga keladi. Mujohidlar kimdilar? Mujohidlar Dahhak ibn Muzahim al-Hilali degandir. Demak, Rasululloh bir Yahudining nesi ochliq sotib olgan. Endi Yahudiga o'sal bo'lgan ekan. Bu shaychi bo'lsa-da o'zini ziyon uchratmay tutilgan bo'lgan ekan. Bu payg'ambar bu zodi nima qildi deb bundan o'qimay, yana shu bir narsani rani qo'yib qo'ysa, qarzni qaytarolmasa rani so'qib o'tmoqchi. Maqsad shu ham ranidan maqsad. Masalan, biz do'kondan bir narsa oldik. Vaqtida yo pul sanmay chiqibmiz masalan. Ya tamoq yapilib ashxonda. Pul beradigan chog'i qarasak pul yo'q. Men uyga berib, telefon olib beradigan bo'lmaydi. Shu qanday qilib soatimizni qachmay qo'yib, uyga berib, ya qimmat kerak bir narsa bo'lsa qo'yib, ya kimlikni qo'yib qo'yishamiz. Do'konda kimlikni qo'yib, ana men uyga berib, akab bermaydi bu ranandash. Avo bizning haqning zayi bo'lmaslik uchun putlab qo'ydi. Rasulullohning o'sha mening rani qo'yish qanda masalan o'chaqda musulmon xalqning xilli majlisida yaxshi bo'lgan. Atrofida boysanlar bilan bor musulmonlar. Qazolas alallıqlar tibaqı bilmetliğin təlim tərbiyədə. Bu təlim tərbiyə, bu şuna caizliqə, Yahudilərin, Xristiyanların şira, rəniqli, muamilqisi bulduğanlıqə, bunun münasibət nurğun anda əhkamını çıxıdır. Aş əhkamını əmli, Resulullah'ın bu şeriatını əmli icra qılıb, tətbiqlab, köşüb qoyucu olğan ikən, özü əməl qılıb, ayından qıyğan. Bu müəlliqi bir xil, mühim muamilinin birisi olğaç. O çağda Resulullah'ın Yahudinin arasında Süleyman. Ya bu Yahudiler şu Resulullah'ınki panayi aslında yaşavatka Yahudiler bu. Yani Medine'de ehli zimmi olup yaşavatka Yahudiler bu. Bu anda Resulullah'ın ahirlik vaktlerindeki iş bu. Daha önceki şu nimedin kaptağırlar hem de. Kaynıqa, benimlerdir, vakazadın çıkıp kaptağırlarında İslam bayrak aslında yaşayımızda kaptağırlardan birisi bu işe. Ya kim başka yerden kaptağırları. Bu mesela o sahabının neyini bayılır vardı, milyonlarlar vardı. Ama şu berip duruş. Oy, emnas fida olsun sizge deydigan. Çünkü Resulullah da ümmetke muallim bo'lg'achqa uyutib o'tdi. Musulmon Yahudiymi ya? Musulmon Yahudi degan gap yo'q. Musulmon kommunist, Musulmon Yahudi, Musulmon Hristiyan degan gap yo'q. Bu ya Musulmon bo'ldi ya Yahudi bo'ldi. Yahudi varsa Musulmon bo'lsa sahaba. Bu xaraja mahrajul g'alib dedik. Va qawluhu maqbuda. Yani qo'lga topshirib olib bo'lgan bir gura bo'lish kerak dedi. Qo'lga topshirib olib bo'lgan dedi. Yadullu ala istiratul qabd. Demak, maqbuda degani o'shada qo'lga elish kerak deganlikni bildiradigan so'z edi. La kama zama Malik anna yasihhu bil ijab wal qabul bidun al qabd. Bu Imom Malik bu maqbuda deganni unda shart demay, qabz qismida qabz qilmay Iğzaki deyishib bo'lganikidan bulardi debdi. Biz maqbuda degan so'zga esib turib, nima uchun buni esib turib deymiz? Bunda qabul qilish shart deymiz. Chunki qabul qilmasa, u hujjatlab putlab qo'yish degan narsa bo'lmaydi. Iğzaki deyishib qo'ydik mesela, ashxonda biz pulni bermay, hozir ela keltiray demoqchi. Ha, ama kimligini qo'yib qo'yay desa ma'qul deyishibdi. Gapni kelsam unimdi, nimaydi? Haj esildan gap. Yoki soatini qo'yib qo'yay deyishibdi, soatini qo'ymay masam to'xtaslar degan gap. Lakin o qabz qilmasa o rahim olmaydi. Yani görevga qo'yish dedik biz. Yani qo'yish görevga qo'yish degan. Burunqa shu bizning diyorimizda shu 20-yillarda, 30-yillarda shu rahimxonlar jiqmishgan. Xitoylar O'rta Sharqda Yahudilarni qilgandek jazoni o'sirni. Ashadi bu ayni Xitoylar rahimxon ochamishgan. Yani bu rahimxon nima deb boradi? Qazirib turib, qazgandan ayni uyining sujudi Müslü koyup kira qazni vaqtida ado qilmaganidan gap ra'nni o'zidan qilib olgan. Yani tarix kitoblardan da chiqadi. Ra'ni qildi. O'sim hisoblab qo'yar balki. Bu Yahudiylar puxta. Başta unda o'sim qilmay, başta muhtojning o'ziga ehtiyojini foydalanib, aytan qazirib turadi dedi. Lekin qazirib sen qaytirib bermaslik mumkin. Men qanday narsani xotirjam bo'lmasdan qaytirib berishim bermasligimga qarta sen uyangning hujjatini, binasini qo'yib qo'ysa deydi. Ya qilishini qo'yib qo'ymasdan.
degandan bu qilishma bilan pul olgan narsa bo'lgan ekan. Ha ma'qul men qaytib beraman buni vaqtida deb qimmat narsa qo'yib qo'yamda. Qilanchilar falan vaqtcha deydi. Endi kan o qaytirib eklenmay qoldi. Yani %50%. Ekilsa 50% ehtimol eklenmaski 50% eklenmasa qanday qildi? Aqlmalik narsa ko'p bo'lsa demak bu har qanday ahvolda foydalanadi. Qaznakasini foyda, eklenmasin foyda. O'zini xatarga uchratdi. Demak Imom Malik qabz shart emas deb turibdi ekan. Biz Imom Malik qarta qabz qilmasa u jetlab qo'yish degan puxtalab qo'yish bo'lmaydi. Yani maqsad ado bo'lmaydi deb uni rad qilib shu maqbuda degan shart bor deb turoldi. Fain amina ba'dukum ba'da navada biringiga ba'zilarini xotirjam bo'lib qolsa, ishonch qilib qolsa, fal yu'addilladhi tumina amanatahu. Ishonch qilib olsa, ma'vos amonat, mana falon chaqda beriladi degan nima bo'lib qolsa, ishonch qilib uni qilgan ekan, uni ado qilsin. Ishonchni yadi qo'ymasin dedi. Bizda pul berib turma degan bo'lsa 50 ming qo'yib tursa. 50 ming qo'yni ma'qul berib turay. Lekin 50 ming qo'ydan badilda hamda mashinlarni mana qo'yib qo'ydan rahim qilib. Bizda ma'qulda uni qo'yib qo'ysam mashinani haydash durust bo'lsin. Mashina haydashimda, masalan shu burun tuga kala narsani qo'yib qo'ydi. Qo'yni masalan. Buning sutini sig'ibsi bo'lamdi, minib yukta o'tkisi bo'lamdi degan talashlar chiqadi. Olimdayda buni Rasulullohning hadisiga asosan az-zahru yurkab bi nafaqatihi degan bunga asosan uning chiqimini qilib, alipini berib, uning chiqim ketdi. Kunda alib berib boqmasa bo'lmaydigan ma'ni alipni berib boqsa, undan ularga binasi o'tkaysa yoki sutosi sig'ib ishilgan ishni qilsa, al-ghunma bil-ghurm degandek. Va qoida bo'yicha chiqim ketadi. Chiqim ketmaydigan narsa ishlatsam bo'lmaydi desak. Keyin chiqim ketadigan bo'lgan kunda biznesni kelish kerak. Mashina chiqim ketmaydi. Endi rasmiyat, endi bir nima bo'lishi mumkin. Agarda o ishlatishni tilab qilmasa uni raniga olgan. Keyin u qo'ychalar mumkin, odat qo'shaqatlamas mumkin. Uni shu rani qo'ygan shu vaqtida bu balki o'zining kutishiga bog'liq bo'lishi mumkin. Yoki shu odam raniga og'uchi bekib qo'yib, uni ustini sig'ib ishlaydi. Yoki ustini samoyoq bo'lsa ishlatmaymiz. ishlatgan bo'lsa masalan bu mabhas nima keladi? Bidayatul mujtahid kitabur rahm. Bunda mushmasini hammasi biz bir-birlab chiqadi. Hozir men tafsirda bidatimizni maslisiga yetkazib, bidatimizda tafsir yetkazib, tafsiri shunda gaplamda bidatimizning maslisi. Demak, bir-biringizga ishonch qilib qolsanglar dedim. Fa in amina ba'du dayn ba'dal madyunin mana. Qazigisi qaz bo'lgan kishi ishonch qilib qolsa, bu pulni qaytarib berdi-ku bu. Hujjat qilsam qilmasam bu ishonchli odam deb qolsa, odatda tijoratchining ishonchli odami yaqin og'ayni ishonch qilganlar shundaqmi? Hujjat elab nuqlijmaydi. Bi husni zannihi bihi falam yatawassaq bil kitabati va shuhud. Demak bu ishonch qilib yeb ketmaydi deb guvohlatmabdi, hujjatlashmabdi. Yoki go'ragim olmabdi, ya'ni ranigim olmabdi. Yaqin tonishi ekan, ishonchli aytibdi. Qazni biri yuribdi. Fal yu'addillat tumana amanatahu. Amanat qo'yilgan. Demak, ashi odamning pul amonati haqqi shunda amonat hozir. Bunda amonat topshirib olgan kishi ashi egisining amonatini ado qilsin. Yeyolmasin, tinolmasin demakchi. Ya'ni amonat degan qarz demakchi. Va tamana iftala min al-amn. Taman degan xotirjam bo'lsa degan gapdan, ha? Amallikdan kelganiga xotirjam bo'lib ketsa, ishonch qilsa degan ma'noda. وهو حث للمديون على أن يكون عند ظن الدائن وأمنه منه وأتمانه له. Bu hazır qarzga bo'g'ilgan kishiga qarta bir targ'ibotdan iborat. Qanday targ'ibot desak, sa shu qarz egisining yaxshi gumon qilgan bo'yicha o'ylagan yerdan chiqqan, ishonchni yadi qo'ymagan demakchi. Va amnihi minhu degan bu anida xotirjam bo'lgan, ishonch qilgan, yeb ketmaydi deb o'ylaganda shunga loyiq ish qilib, yeb ketmay qaytirib bergan deydi. Allohning ajoyib o'xshatishimi? Va an yuaddiya ilayhi al-haqq alladhi tamanahu alayhi falam yartahin minhu. Ishonch qilib,
xotirjam bo'lib, uningdan bir guruhga ra'ning bir narsa olib qolmasdan, avvalda olib ketyapsizlar, keyin birala deblar yo'l olib qo'yam. Hujjat qilamisin bo'ldi. Siz bizga hujjat ketmaydi deblar yo'l silayotgan. Unda olan ekan, guruhga olmay shunda qo'yayotgan ekan, sen shuning loyiqida ish qil dedi. Yani isil muamilga isil muamil qilish orqali javob qaytdi. Va samma dayna amana va huwa madmunun. Mana shu qarzni omonat deb atadi dedi. Chunki boshqa odamlar uni kasb deb atadi, nima deb majozliqqa mishal qarzni omonat deb atadi. Amniyatda qarz bilan hozir omonatning farqi borda. Omonat degan agar undan hech qanday kuchsiz zarar kelib qolsa to'lam kelmaydi. Lekin qarz degan madmun, cho'qim to'lish kerak uni. Bunda turuqliq omonat deb atildi. Timani alayhi bitarkil ittiham minhu. Bu ashuni ishonch qilib, bu aminadan deb ra'ni ilib jumbaylam, ashuni xuddi omonat tashlab qo'ygandek bir ahvol bo'lg'achqa, ashunda dedi. Ondan meni hujjat qilish bu deganni vojib deb qarorga atroq radiya. Hozir mana ashar jumhur nima deganda faddubu vastashidu shahidain degan buyruqni jumhur bu vujubni bildirmaydi, nadbini bildi, amri irshad deganda. Jumhur hozir mana shu oyatni dalil qilib, mana yozmsanmi, guvohlatmsanmi bo'lgan xotirjam bo'lsanglar degan ekan, bu o'zimizning ixtiyorimizni tashlab qo'ygan bir ish. Bu vojibdan mandublikqa qayrishninki dalili deb mush qarinisi deb ma'ni dalil qilib ko'rsatdi. Demak, mushu hozir jumhurninki buyruqni mandub deganlikninki bir dalili ma'lum. Eğer vacip bo'lsa, bunda ixtiyorlik qo'yib qo'ymaydi. Yozmasam mayda, bunda ahloqas demaydi dedi. Lekin bunda desek bo'ldim. Ishonch qiladigan holatda yozmasam bo'ldi, uni ruxsat. Ishonch qilmagan holatda yozsa guvoh qo'yishing kerak desak uni bo'ldi. Lekin endi ya guvohlatma, ya ishonch qilmay, ya hujjatlashmay, ya raniganmay ta'zir qo'yat. Keyin endi tinish voqeasi duch qilib, pul moldan zayo olib ketib, ma'no ziyon uchrab ketsa, fala yalumanna illa nafsa. Alloh taolo mana aniq shu yo'lni ko'rsatib qo'ydi. Uningga parvo qilmay, diqqat qilmagandan keyin ziyonni o'zi tortadi. Musulmonlar xasmi, ya'ni masalan qarz berib turish, masalan dinsiz bo'lsa-ham ishonsak qarz berib tursak bo'ladi. Dinsiz bo'lsin bo'ldi. Va minhum man la yu'addihi ilayka. Aynan. Laysu sawa. Musulmonlar shunda omonat masalasi o'xshamaydi. Yani kafirning manda omonatni diqqat qilib, bunda da'i qilganlarim bormi? Shu Qur'on Karimda mana insof, bunda bitayaqda aytmaymiz. Kafirlarmi laysu sawa deb ashunisi bunda ishonchliklarim bormi? Yani bu ishonchlik bo'lishi uning nazarida Allohdan qo'rqish uchun bo'lmasmi? Ya o'zining ashunda inoatini saqlash, ismi bulg'anmaslik, xaridani qochirmaslik, cho'pqitini. Bunda masala bo'lsa, shunda qilganlar bormi? Demak, mishada qarzni omonat deb atadi. Yani qarz madmun turuqliq, omonatga g'ayri madmun turuqliq. Nima uchun? Uni hujjatlar jumma ra'ni qo'yib jummalar xotirjam bo'lib ketgan uchun xuddi omonatni qachida birisi ishini qilib qo'yib qo'ygandek qilib bo'g'achqa. Val yattaqillaha rabbah. Yana omonatni ado qilsin, Parvardigordan qo'rqsin. Yani uning haqqini tinolmasin, bir qismini olsin, hammani olsin, tinolmasin deydi. Vala taktum shahada. Yani sizlar guvohlikni yo'shimanglar. Hada xitabun lishuhud. Bu hozir guvohchilar qarta buyruq hozir. Vala taktum shahada. Buni vastashidu deb qarzga biz guvohlik qo'ygan. Ondan keyin bir jidal chiqdi. Birisi tanidi. Tanigandan keyin guvohchini shohid qilgan. Mana falan chaqda qarzlarni mansil ustida va muncha bilmadimmi, barmi? Bala. Endi guvohlik o'tab paslar deb so'rim chizgan chaqda ya sudchining oldida, qozining oldida qilgan chaqda shu aynan nima guvoh bo'lgan bo'lsa, shu guvohlikdan o'tanglar. Uni yo'shimanglar. Yo'q, men esimda yo'qdim, unutib qolibman degan gapni qilib yo'shimanglar deydi. Chunki musulmonniki haqqi zayi bo'lib ketadi. Va may yaktumha fa innahu atimun qalbu. Kimki guvohlikni yo'shirdi ekan, uning dili gunohkor bo'lib ketgan bo'ldi. Ya Allah Taala boshqa oyatdami? Kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah va law ala anfusikum dedimi? Demak, bu shahodatni joyida ado qilishgan Qur'on Karim ta'kidlagan masala. Hatto o'zingiz ziniga bo'lsa-mu, haq guvohni beringlar. Hamda bu guvohlikni yo'shigan kishi qanday ekan? Uning dili asi gunohkor ekan. Yani dili gunohkor dedilar.
Atimun qalbuhu. İrtafa qalbuhu bi atimun alal fa'aliyye. Atimun degan so'z bo'lgan ekan, qalbuhu deb hozir bu qalbi hozir xuddi bir atima degandek bir fe'l bor degidek. Ondan bu qalbi fa'il bo'lganligidek fe'l ma'nosi bo'lg'achqa hozir fa'il bo'ldi. Shu tariqada dedi. Ka'annahu qila fa innahu ya'tamu qalbuhu mana. Xuddi mana uning qalbi dili gunohkor bo'ldi deganga o'xshash. Yoki mubtada bo'lganlik uchun marfu olib ketdi. Atimun uning oldiga o'tib ketgan xabari. Yani qalbuhu atimun degandek. Vel jumlatu xabaru inna. Atimun qalbuhu degan ikki bir bo'lib, innaning xabari. Anda mubtadasi hu bo'lishi mumkin ama va innama usnida ilal qalb wahda. Bir odamning butun vujudi gunohkor bo'ldi. Lekin dili gunohkor bo'ldi dedi hozir. Nima uchun dili bilan bu gunohkor bo'lishini shu bilan qaratib qo'ydi? Demak bu majaz hozir. Yani fa innahu athimun degandan ma'u kuchliroq. Yani fa innahu athimun deb qo'ygandan bu gunohkor degandan buni dili gunohkor degani bu kuchli bo'ldi. Xuddi nima alaqatu al-ba'diyya demdoq muslim. Juz'iyya ba'diyya degandek. Shu ko'ngil qara deymiz muslim, ha? Vel jumlatu hiyal athima. Yani o shaxsning o'zi butun shaxsning o'zi hammasi qo'llari bilan kallasi bilan hammasi gunohkordir. Lekin biz dilni bir parcha mudig'ini ham hozir atim dastimiz. Asli o yolg'iz qatlam atim bo'lmaydi, butun jism umuman gunohkor bo'ldi. Lianna kitmani shahadati an yudmiraha fil qalb. Chunki bu guvohlikni nega yo'shirdi? Dilida yo'shirdi bu. Yo'shirgan joy. Wala yatakallama biha va uni og'zini chiqarmay dilida yo'shirib qo'ydi. Falamma kana isman muqtarafan bil qalbi usnadilay. Undanki bu gunoh asli gunohning o'rni nima desa, o'sha qalb bo'lgan ekan, shu o'rni bi'tibarin mahalliyya demdi masalan. Aslida o'rniga isnad qilindi deydi. Lianna isnad al-fi'li ila al-jarih allati yu'malu biha ablagh. Chunki bu fe'lni shu qaysi a'zoda mushkil qilingan bo'lsa, shuningga isnad qilish bakrak kuchliq deydi. Demak, kasabat yada deymiz-ku, qo'lda ishlaydigan gunoh bo'lgan ekan, ayni deb qo'y. Ba'zi qo'lda ishlamay boshqa ishlash mumkin. Lekin unda g'oliban qo'lda ishlaydigan bo'lgan ekan, ishlaydigan a'zosini deb qo'ysa, texmo kuchli bo'ladi. Kama taqulu hada mimma absaratu ayni va mimma sami'athu udhuni. O'z ko'zim bilan ko'rdim, qulqim bilan angladim deymiz. Demak, o'sha anglagan narsani deb qo'ysak, bu kuchli bo'ldi. Va mimma arafahu qalbi degandek. Va li'anna al-qalba ra'isul a'da. Uning ustiga bu qalb degan a'zoninki beshi, shunami? Val mudgha allati insaluhat saluhal jasadu kullu. Hadisda bor-ku. Alla inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluhal jasadu kullu va idha fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. فكأنه قيل فقد تمكن الإثم في أصل نفسه. Xuddi bunda demakchi deydi. Ya buning aşı ichida gunoh rasmiy joylashib ketdi, makonlashib ketdi degandek. Va malaka ashrafa makan minhu. Eng sharafli bo'lgan aşı makonni rasmiy egallab ishg'ol qilib oldi degan ma'no chiqadi. Va lianna af'al al-qulub a'zamu min af'al sa'ir al-jawarih. Uning ustiga dilda qilgan faoliyat degan, dilning ishi degan boshqa a'zoning ishidan bakrak, ig'ir ham cho'ng bo'ladi deydi. Gunohmi shunda? Gunohmi shu? Amradul qulub bu xatarlik. Amradul qulub. Mesela şu riya, kibr, shirk, ondan al-hasad. Bunlar en xatarli narsa. Şunu la yadkhul cennet men kan fi qalbi mithqal zarratin min al-kibr. Onda riyami shunda amma nima bakadi. Lekin qo'ldan birisini urutib, bir narsa o'g'il olgan bo'lsa, Qanun qaraganda bu tugan. Ela tara anna asl al-hasanati was-sayyiat al-iman wal-kufr. Mana sen qaramasa, bütün yaxshilikning, yomonlikninki tiginada iymon bilan kufr. Iymon bilan kufr degan nimaning shitda? Qalbning ishi, dilning ishi. Wa idha ju'ila kitman shahada min atham al-qulub faqad shuhida lahu bi annahu min ma'azim al-dhunub. Mana bu dilning qilgan jinoyati deb menda guvohlik berilsa buningga hozir bu jinoyatni dilning jinoyati ma bu. Xuddi ayında shirk, ayında riya, kibrga o'xshash shu qatordagida ig'ir jinoyat degandek bir ahvol. Demak, shu guvohlikni yo'shirish degan ashunda xatarlik jinoyatlar qatoridan degandek bir tuyg'uni berdi. Va ibn Abbas radhiyallohu anhu akbarul kabair al-ishrak billah va shahadatuz zur va kitman ash-shahada. Yani shunda
asarda kelgani cho'ng gunohlarning eng cho'ngi. Gunohlarning azim martabasi bor. Kabair sagar deb. Ani kabairnimi buning ustiga chiqib o'tirgan bo'g'isi bor. Cho'ngning cho'ngi bor. Ya'ni hamma bir martabada sanasak bo'lmaydi. Ma xavarida balki anda bir martabada sanatish mumkin. Yani sag'irani qiysa shu baş qilib ketadi masalan. Yoki do'zax sirdo deydigan, yoki adolatni yo'qolib ketadi deydigan nima bo'lishi mumkin. Aram deysizmi bir narsani uqlab Aramning cho'ng kichigi bor. Masalan bidat desakmi, bidatning unda xatarligi bor, sal nimasi bor, sal kichikragi bor. Hammasi bir qator emas. Shunga mana kabairal ismi deb Qur'on Karimda shunama illallamam. Ondan Rasululloh hadisida akbarul kabair deb keldi. Demak buning martabasi o'xshash olmaydi deb darajasini ayirayotdi. Buning ichida al-ishrak billah shahadatu zur ekan. Bu hadismi bor. Alloh ibn Mas'uddan shunday. Kitobning asli qarasida Akraj ibn Jarir, an ibn Abbas radhiyallohu anhu. Qalbni qalbda batli qilish to'g'onliq o'tkilib to'g'anlik uchun, muqim turmaydiganlik uchun taqallab. Arabchada shunda bir narsaning atilishini hammasidan lug'at ma'nosidan unda chetishlik ekan. Nurg'un nimada o'tib ketdi, hammasidan zarardan nimasidan chiqdi ekan. Rasulullohning mesela sahih kelgan hadisda shahodat zurni kabairdan sanalgan Rasululloh hatto takrorlab ketdi. Sabal mubiqatning sirbati. Ela va shahadat zur, ela va shahadat zur. Demak, haq shahadatni o'shirib, qilgan saxta shahadatga menga o'xshash bo'ldi. Demak, bu yerdan va kitmani shahadat degan so'z bo'lg'ach mana keldi. Bu shahadat zurning qatori kirdi shumi. Ham bu hadisning ekanmisimi? Qur'on Karimda necha oyat bor? Va la taktumu shahada shunami? Mana. Aytem qawlu zur, kunu qawwamina bil qis shuhada. Jaqma. Vallohu bima ta'malun. Alloh taolo sizlar qilayotgan narsaning hammani bilib turguchidir. Hech narsa maxfiy qolmaydi. Uning ichida shahadatni yo'shirishinglar yoki oshkor qilishinglar yoki haqni tanib olishinglar, uningdan boshqa yuqoridek oshniga unumay turishinglar, yezib bersaman, guvohlik o'tab bersa unumay turish, ashun hamma narsani bilib turdi degan. Shahida qabla yustashhad. Shunda zamonlar keludiki, sizlardan ayında guvohlikdan o'tash talab qilinmasin, guvohlikdan o'tashganda aldirab o'zini urdiganlik qildi deyapti. Yashhad qablan yustashhad. Ayında yengil sanaydigan vaqtda kelib kelgan. Guvohlik degan bu ig'ir narsa. Hozir birisiga masdan 50 ko'p bo'lsa, 100 ko'p bo'lsa, yolg'on guvohlik aytib turgandim chiqim. Qo'l qaradim chiqim. Qadaqadan degan suhbatni qatı yaxshilik degan. Yomon suhbat demaydi. Yomon suhbat deydiganim bor. Biz dadam qanday odam desa, dadlari kommunist partiyasi sodiq, aktiv odam deb ekan. Tashqarida lekin endi chataqin deydigan bor. Lekin bu tarbiyaviy rol var mana. Eşyada emasdan nacharlik qilgan odamning bilsa, o'lib ketib avlodini so'sa, haqni deydigan, haq guvohlik qiladigan ulamodan bilsa bo'lsa, o'sha bu menda haqning haqqini yivildigan odamda, yo menda haqni qaqshatgan odamda yoki shunda jinoyatni qilganda deb o'shiq deydi. Undan buning qarab boshqa odamlarga ibrat bo'ladi. Mustiga bu musulmonlar bu zimindagi Alloh taolaning guvohchilari. Antum shuhadaullohi fil ard. Nima? Rasululloh vajibat dedi. Nima vajibat desa, siz guvohlik qilibdinglar, bu ahli salohatu jannat vojib bo'ldi. Yani bizga vajibat nima vojib bo'ldi? Do'zax vojib. Sizlar guvohlik qildingiz. Bu menda usuldan bo'ldi. Sizlar shuhadaullohi fil ard. Yani o başka garaz aralashmagan holatda guvohlik bersa, shunda bo'ldi. Ben davet edesem ki, ulamalar 70 ede ecnazı kadar tasma var. Şimdi bunda yaxshilar qiladi. Endi aytsa. Bir namazga Sabtuzerman seni jiqraq qilish yaxshi. Sen jiqraq qilsin. Shu kattari sufuf deb qo'ydim menimcha. Demek bu. Onadan bo'lsa 3 dan bor. İstaqbal. Endi yana bir oyatga o'tkaldik. Lillahi ma fis samawati va ma fil ard. Osmonlardagi va zimindagi barliq narsalar Allah uchundir. Yani bunu yaratışma Allah tarafından yaratilgan, igi ulaşma Allah ige bunun padişası, igisi ve tasarruf kılış hukukun Allah Teala'da var demekse. Bu zimindeki asmanlardaki narsa dese, nimasi akıl, gayril akıl hemmisi kirip gidiyor. Yakin mergen sözüne galiben gayril akıllı işletip bu yerde taklif manisi var. Akıllı az oğandaki başka gayril akılcı olan taklif kılıp desek mi oldu? Yoki mergenlar aql ishtiga ahvol bor.
Lakin bunun işletildi, bunun işletildi desek buldu. Ve in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu. Eğer sizlar içinlardagini, ko'ngillardagini oshkor qilinglar yoki yo'shiringlar, Alloh taolo ashning qarta sizlardan hisob oladi. Yuhasibukum bihillah. Deydi. Endi bu yerda ve in tubdu ma fi anfusikum dedi. Bu nafsdagi narsa nimadir? Hasad, kibr, riya, bunisi ketmani shahadim bor. Atimun qalbudigan va ko'ngilda o'shadigan narsami? Guvohlik bor. Demak, oyat bilan hozir munosabati bor. Guvohlikni ishingda o'shasanglar yoki oshkor qilsanglar, Alloh taolo bildi. Shuning qarta sizlardan hisob oladi dedi. Yani başka bir ayette kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah degan. Ani tukhfu deganni boshda kelgan. Niyada tubduni boshda keldi. Nima uchun? Niyada hisob elish masalasi bor. Ayada bilish masalasi bo'lgan ekan. Maxfiy tutqanni boshda kelsa Alloh taolaning tegidan bildiganligini atrofini kuchlantirmoqchi. Demak hisob degan oshkor ish qilmakrak darhalda qalbimiz qildigan shu bo'lgan ekan. Hisob kitob jihatdan bu tubduni boshda kelgan debdi olimlar. Shu yomonlik mushuna kishilarga so'z bo'lsin, sharkat bo'lsin, oshkor qilsam yoki nima qilsam ikkisi o'xshash demakchi. Sava demakchi o'sha. Jumlaning siyoqidan shu yomon ish qilib farqlanganlik chiqadi ya. Ya ikki chiqishi mumkin. Yoki da oyatga oxirgi fayazfirul mayyash va yadmayyash deganga asosan bu su xos degan bo'lishi mumkin. Ya'ni sizlar guvohlikni oshkor danglar yoki o'shiringlar. Tuxfu deganda mishada suning bo'lsa. Bu degan suga qarab. Ya'ni guvohlikni ado qilmaslik masalasi. Qalb bilan nafs o'rtasida farq qolmish kisbirim. Farq bor albatta. Bu qalb, nafs yoki dimog' masalan, muh, ruh, mushundan aslining munosabatini kalam ilmida unda to'xtalib bayon qilgan. Unda har xil gapni deb qilganlar. Ya bu nafs degan shu qalb shu yerda, qalb bu buning farqi nima deb buning ustida ayrim bahs degan kitoblar bor. فإنه آثم قلب الناس من قلبه بالأفكار أجوشر الله سبحانه لا يكذب ما في أنفسكم demak shu qalbi nafsning eng shu muhim joyi. Shuna alohida tilg'aldi. Fuat qalb ikisiga. Bundan mesela uyg'urcha dili, yuragi, qalbi deymiz-ku, nasıl? Yuhasibukum bihillah. Ayadi in olan ekan yuhasibukum dedi. Bihillah. Bihi degan hozir xuddi oldiga o'tib ketgandek. Yuhasibukumullohu bihi desimi normal bo'lib tushunami? Taqdimul jar val majrur degan masala bor. Endi fa'il kerak keldi. Nima uchun? Bihi degan masala mana diqqat qilgan masalaning kamal i'tinani bildirdi. Ahamiyat bildirish jihatda. Lil i'tina, at-taqdim lil ahamiyya deydi. Yukafiukum ve yujazikum demek. Yukafikum ve yujazikum demek. Mecnun altı demek şekilde. Yuhasibukum diyenin vezni boyunca. Yukafikum ve yujazikum demek. Hemzi kiriş gerek. Hemzi bakayım ben. Bana da ezmi yoktur. Ve yujazikum olan. Yok ya çıkıyordu da. Ma hemzi şükretmeydi. Asli yuhasibkum ani cevap şartı halinde şuna masalda. Yukafikum ve yujazikum. Mecnun halatda sakin kıldı. Yujazikum da bunu bihazfil ya kıldı. Ve la tedhuluhul vesavisu. Bu dairege vesveseler kirmeydi. Konumunda kaptağın nasıl kirmeydi. Bu kadar konumunda nasıl vesvese kaptılar. Onu yuşuğanda bunda bu cinayet şekillenmeydi demek vesvese. Demek o vesvesine konu kaptağın nasıl bu konuda yuşurup kılgan bir cinayet şekillendirmeydi demek. Şunda bir hiyal kap kaldı iken bu cinayet emez. Ve hadisun nefsi fima yukhfihi l'insan lianna dâge mimma leyse fi us'ihi el-khulû minhu. Yani konuda bunda kaptağın nasıl. فيما حدثته به أنفسها دبا إن الله تجاوز عن أمته يعني حديث ما كون لقى من ده وين كمم سعد عندك كون من ده كيف قلب عندن استغفر الله العظيم ده يا onun mucibide bir من ده خليا buldu da belvağlap ya onun kadem koymagan diken o konu xiyalına şeytan sözü mümkün kep qilishi mümkün. Ötep bo'lgan ne demek? Ötep ishni qilib lekin haqildan yoshirib. Demek hozir ko'ngliga bir vasvasa kelib qoldi. Anne ko'ngliga bir ish kelib qoldi. Qo'y bunda qilmamsa degandik. Ya ko'nglar o'ziga da'vat qildik. Bunda ahvol bo'lsa,
Bu inson bundan xoli bo'lolmaydi. Ko'nglidan asli kildi insonni. Ya nima qizlar bilan tanishib bunda do'stlik qo'ymamsa deydigan nima serishi mumkin. O kasima o'ziga ayirib qisish kerak. Lekin bu jinoyat shakllanmadi. Deganda nima kelsa shunda qilay deb telefonini so'rab, andin telefon qilib bunda qilib tursa bu jinoyat shakllanadi. Mana walakin ma'taqadahu wa azama alayh. Mana ko'ngilda bundan niyat qilib, dalvaqlab, ya ko'rishga buni izlab chiqay. Yoki kunimni topay degandek bundan qilsa, bu chaqdan jinoyatga qarab mangan bo'ldi. Wal hasil anna azmul kufri kufrun. Yani wal hasil deganda mishada xuloslamak kerak. Kufrni zodi tanay deb bunda balog'lab qolsa, shunda balog'lashning o'zi kufr. Nima mushuma hadisida so'ldi hozir. Demak, mush ko'ngilda bir narsani odamda yo'shirib tutgan bo'lsa, bu mo'zi kufr bo'ldi deydi. Bu nimani yo'shirib tutgan? Mush tanayya degandek. Shuni bir balog'lagandek. Bu kufr bo'ldi. Va xataratud dunubi min g'ayri azmin ma'fu. Hamda balog'lab ko'ngilda bunda qilay deb qara qilmay ko'ngliga bunda kelib qolgani bu afu qilinib ketgan. Xatira degan shunda kelib qolgan. Şunu yüz xatirisini qildi, degan gap bor. Xatir degan bu ko'ngilda uning qarta bunda hurmatlashish degan bo'ldi. Xatira degan unda ko'ngilga vasvasa kelib qoldi, o'y fikr kelib qoldi degan gap. Xatara fi bali deymiz-ku. Shu gap. Xatiraga qoldi, bashar pat kafir bo'lib ketadi desa, unda belbog'lagan bo'lsa, kufr bo'lib ketadi deydi. Wa azmu zunub idza nadama alayhi wa raja'a anhu wastaghfara minhu maghfur. Ko'ngliga fikibdi. Fikkenni kim anqachida yana bu kelib, tövbe qilib, pishmay yegan bo'lsa, yana kechirib deydi. Fa amma idza hamma bi sayyi'atin wa huwa thabitun ala zalik. Amma lekin bir jinoyatni qilay debdi bu. O'sha qilish uchun zada qadam qo'yapti deydi. Lekin qilay deb bu fursat topolmay qilmabdi. Masalan, ba'zi odamlar zina qilay deb zina qilolmasi mumkin. O'g'li qilay deb o'g'li olmay shirdi. Masalan, urinib faqat fursat olmaganidan keyin chirish mumkin. Leysa bi ixtiyor, bizning ixtiyorligidan to'xtab qolgan emas, fursat topolmaganlikdan qilolmay qoldi. Fa innahu la yu'aqabu ala zalik uqubata fi'lihi. Ya qilganning jinoyatida jazolanmaydi. Lekin shunda balvog'laganning, urinib baqqanning jinoyati hisobida shu o'z layiqida jazolandi deydi. Chunki qilgan bilan qilmaganning misolida farq bor. Ay bil azmi al zina la yu'aqabu uqubat zina. Demak, zinaga balvog'lab zinani qilmagan bo'lsa, ya masalatda boshqachilik qilaman deb u boshqalar qizni qutuldirib qo'ygan bo'lsa, u ishni o'zi chiqaramadi. Demak, bu boshqaning qilganning jinoyatida bo'lib unda jazolanmaydi, ash uringanning jinoyati hisobida jazolandi. Va hal yu'aqabu uqubata azmi zina? Mana zina qilay deb balvog'laganga loyiq jazolanadi. Chunki bu hozir jinoyat emas, balvog'lashdi. Shu qara qilgan balvog'laganga loyiq jazolanmadi. Ya umuman qilinmagan ekan, afu qilinib ketamdi. Jazolanmadi. Mana qila degan hozir bir qarashda yo'q jazolanmaydi debdi. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam innalloha afa an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallama bihi. Qilmagan bo'lsa, ya ig'izdan chiqarmagan bo'lsa, bo'ldi, shu yerda qolib qolgan bo'lsa, bunda bo'ldi, Alloh taolo ummatimga shuni kechirib etgan dedi, mush jinoyatni. Endi ma bir azsalliq olimlar ashunda jazolanmaydi dedi. Bu zina qilinmagan ekan, uni jazo yo'q debdi. Va jumhur ala anna al-hadis fil khatrati dun al-azm. Jumhur debdi, bu ashkunalda shunda kelib qolgan qarta deyilgan, ammo balog'lab uni tutishgan bo'lsa jazolanadi dedi. Va anna muaqidat fil azm sabitatun. Ya'ni balog'lagan chaqda, qara qilgan chaqda u jazolanish hisob kitob qilinganligi hadisda kelgan. Va ilayhi ma la shaykh Abu Mansur va Shamsul Aimma al-Halawani. Demak, mushu Maturidi mazhabining imomlari mush qarashni tutgan. Ya'ni azm qilsa, u ishni vujudga chiqaramizmi, jazolanish bor. Mush azm deganmi, rasmiy qara qilganlik ham. Abu Mansur al-Maturidi mazhabining qurg'uvchisi. Shamsul Aimma al-Halawani Abdul Aziz ibn Ahmad ibn Nasr al-Halawani al-Bukhari. Yani fi imamlardan birisi. Maturidi Abu Mansur şu. Şeyh. Şunu şeyh dedi. Ve delilu aleyhi kavluhu ta'ala innellezine yuhibbuna en teşi'al fahişetu. Mana
yuhibbun degan hub hozir nima? Qalbdagi narsa. Ashunda yaqtude. Bunda qilayya ya bunda bo'lsin ya dedi demakchi. Qalbdagi ish mana shu. Bunga jazo bormi yo'qmi? Bo'lgan. Van Aisha radhiyallohu anha ma hammal abdu bil ma'siyati min g'ayri amalin. Banda qilmay zodi bir gunohni ko'ngliga fikib lekin qilmabdi. Yuaqabu ala dalik. Bunga qarta jazolandi debdi. Bima yalhaquhu min al-hammi wal-huzni fi ad-dunya. Dunyoda ishqishda bizlar bearamchilik bilan jazolandi debdi. O'zi qilay deb urinib qilmay qolgan bo'lsa, u jazolandi desak, boshda qilay deb kim qilmabdi? Ko'ngilda bilib olgan bo'lsa, kim qilmabdi? Shuning men hamma bisayyatin falam ya'malha kutibat lahu hasana. Shu asas desak bo'ldi. Lekin falam ya'malha degan o'zining irodasi bilan qilmadi degan bo'ldi. Lekin sharoit yer bermaganlikda qilmay qoldi degan gap emas. Ya, seyris. Maturidi imomlarimizning qarshida azmga qarta. Shu o'zining shu urinish jinoyati qarta jazolandi debdi. Lekin butun qilib bo'lgan shaklda emas. Masalan, birisi bosqinchilikqa chiqibdi. Lekin boshqa qutuldirib qo'yib qilmay qolgan bo'lsa, shu qilganning jazosini oladi dedi. Shu yerda to'xtab qoldi. Lekin rasmiy bosqinchilik qilib bo'lganning jazosi yo'q. Allohu alam. Yani mush oyatning nimasi? Lillahi ma fis samawati va ma fil ard. Mush oyat Ibn Abbas, Akrima, Shabi mufassirlar lillahi ma fis samawati va ma fil ard va in tubdu degan mush oyatni ma'na shahadada kelgan bu deydi. Yani va in tubdu ma fi anfusikum min ash-shahada aw tukhfu degan ma'noda kelgan. Yani demak hozir shahadat va la taktumu shahadati chetishlik mush oyat demakchi. Ve yuqorqi oyatda shahadatdan so'z qilgan ma oyat shuning davomi deydi. Demak, oyatda yushumanglar degan, endi ma oyatchi yushugadan hisob kitobi va jazolandi deganni dedi deydi. Ya'ni Ibn Abbas radhiyallohu anhu Abu Hurayra Shabilardan kelgan rivoyatda ma keyingi oyat ma oyatni nasx qilib o'tgan debdi. Masalan, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billahi keyin oxirdagi oyat shu Peygamberimiz yaşa ve vadime yaşa digine mansukh qilib o'tgan deydi. Ya keyingi oyatlar mansukh qilib o'tgan deydi. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana degan va la tuhammilna degan shu oyatlar mansukh qilib o'tgan debdi. 11 qarash. Lekin mansukh emas degan qarash shu kushg'adir ana mayat danaj ig'ir va in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Demak, ko'ngilda zada o'ylagan yakanda qisamolarni deb bundan qo'ygan ash ishnimi vujudga chiqarsanmi buning qarta hisob kitob bor degan. Shu sahobalar bir rivoyatda bu oyat tushgandan qo'rqib ketgan. Bizning ko'nglimizga ajoyib ishlar kelib qoldi, ashunman bu jazoni bu yomon xatarlikkan deganda tafsir keyin kelgan degan rivoyat bor. Lekin hamda darhol mansukh deb aytmaymiz. Imom Tabari shu oyat muhkama deganda tanlab chiqqan. Demak, shu hasibkum billah hasab degan ikkisi o'xshash ma'noda. Hisobning borlig'ini bildirdi. Hisobda har xil darajada bo'lsa-mu, 5 ishoratning oyatiga bog'liq aloqadorlik deganni Ibn Abbas aytgan. Ibn Abbas, Ikrima, Shabi bular va in tubdu ma fi anfusikum ya'ni min ash-shahadati aw tukhfu degan mush gap shu edi. Shahadat o'tgangi oyatdagi shahadat bilan chetishlik mush debdi. Andan o'tgangi oyatda yushumanglar deganda, ma oyatda yushusangiz hisob kitobi va buning deydi. Endi bu oyat muhkam desak, la yukallifullohu nafsan illa wus'aha degan oyat buni mansukh qilib o'tmadi desak, bu ko'ngilga kelib qolgan narsani adam undan qutulish, ya'ni keltirmay bunda turalish insonning vus'ati emas. Undan ekan bu oyat bunda bir doirasini belgilab qo'ygandek. Endi Ibn Umardan kelgan bir nimada, bir tafsirda Ibn Umar yaptımız. Ve in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah degan o'sha oyat unda nima emas. Zodi ko'ngilga kelgan o'y xotir hammasiga zodi qarta hisob kitob ilmdo deb tafsir qildi. Endi bu hisob kitobga bu ish chataq emasmi, bu qanday qutululdi Allohning azobidan bunda hisob berilsa, sabiz qo'rqib ketgan-ku desa, Ibn Umar deydi ekanki tushundirib, sizlar masalan alaqan masjidga mansanglar bir xotada bir savob musulmon qarindishing bilan ko'rishib chiroyli tabassum bilan xushchiroy ko'rasang unga bir savob, ondan bir tikanchilik qilsang savob,
ayol bilib olsang, uning bir sabab, masalan, unda savol bak chiqqanda, har bir nimaga savol bog'lab qo'yaylik. Sama subhanallah alhamdulillah desa uning savol zikr qilgan. Unda bunda savol, unda savol hamma unda savol belgilanib ketdi-ku. Unda ekan, bu ashunda jiq gunoh bo'ladi sizda. Bo'lgandan ashunda savol bizde nima qilsa, aning magnani majub, andan ashun. Ishga bir narsa qiladi. Hammasini shularga oladi bo'lmasa, buning qarshiligida ashunda barakatli savoblar endi juydi. Masalan, soatul jamoa nechasi savoblik deymiz-ku. Ashunda savobdan har bir qadamga masjidga mansab bir savobdan og'iltirsak, bizni savobni jiq olamiz. Endi jinoyat olmayacak, lekin ashuning ko'p qismini mana juyitdi deydi. Demak, oyat mansukh emas, muhkam. Zada har qanday ko'ngil kelgan zada o'y xotir ashuni hammasiga qarta hisob kitob qilishlar dedi. Lekin ashunda jiq savobni erishilgan imkonni yaratib bergachga, masalan og'rib qolib o'qilsan desa, uningga qarta gunohlar yuyildi. Voyjan desa, gunohlar yuyildi. Og'riqtincha Abrisinin azay ise mesela. Aşında jiq narsan bu. Sabr qilsa, sadaqa qilsa, endi bo'lgandikan, buning ko'p qismi yuyilib, endi bir qismi qoladi. O'chadan Alloh taolo qolsa, o'qildi, qolsin, o'qildi. Shu Alloh taolo mashiati bog'liq deydi. Bu bir xil qarash. Ba'zi bu oyatning 5-ki shoratning oyatiga bog'liqligi. Hangi mansukh emas deganki, yana boshqa bir gap bor. Hozir aniga bog'liq desa, niyatga va in tubu ma fi anfusikum deganni odatga har qanday narsa demay, ash guvohlikni ushursanlar demak. Shahodat bilan qarab turadi. Demak, shahodatni ushursanlar, istakqadonlar bor degan gap. U boshqa narsani chigizmaydi. Endi boshqa hammani ma degan umumni bildirdi. Nimani zodi ko'ngilni puksanglar yo oshkor qilsanglar, istakqadon bor degan ekan, bu hamma narsa bo'ldi. Hamma narsa bo'lgandan ondan bu xatarlik degan gapsa, yo'q, oxirgi oyat buni mansukh qilib o'tgan. Yengillatishga, la yukallifullohu illa wus'aha oyat keldi deb, buni yengillatgan bo'ldi. Hadi Ibn Umar yo'q, yengillatish yo'q. Ashunda jiq gunohi yo'ldigan gap inson. Ya'ni shu jiq gunoh chirdi. Lekin unda har turli savobli ishlarni qilib turgandan keyin, ya'ni jiq gunoh yuzilib ketib, az bir qismi Alloh taoloning mashiatiga bog'liq qoladi deb. Mansukh deyotsa, yo'q, bu unda hammasi jinoyat sanati degan burunqi hukmda bu bekor qilinib, la yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Bu taqdirmag'ashqa gunoh hisoblanmaydi degan yengillatish kelgan dedi. Olimlar o'sha oyatni tahlil qilishda mansukh emasmi, ilgirgi oyat bilan keyingi oyatning munosabati nima, shuning orasini tahlil qilib boqqan. O İbn Umar'dan başka Bukhari'de Resulullah başka ayetler 5 düşken çağda sahabelerimiz Resulullah'ın teşekkür kıslı Resulullah'ın dokandaki bu Resulullah'a geldi. Hani ayetin ahirsini okudu. Şu sebebin nuzul hazır mansukh ketdi degan qarashni sal kuchlantiradigan rivoyat shu. Ashvaqa shu to'g'ri, lekin ashvaqaning zadim dil mansukh deganni men chiqishi mumkin. Unda chiqmasligi mumkin. Lekin sahabalar shunda tushungan. Ya'ni o'sha oyat butun zot hamma narsani kallamiz kelgan, biz oshkorlamaganning hammasiga jinoyat hisoblangan deganni tushunib qo'rqib ketgan sahabalar. Qo'rqib ketgan Alloh taolo keyingi oyatni tushungan chaqda yengillatish bo'lgandek bo'ldi. Hatto duoni o'qigan chaqda la tu'akhidna in nasina shu duoni o'qigan chaqda Alloh taolo qad fa'altu debdi. Rasululloh shuni o'qigan chaqda qad fa'altu yani ijobat qilyaptim debdi. Demak, aning qatta bir gunohni mag'firat qilayotgan, bir yengillatish kelgan hisob bo'ldi. Fi aksar tafasir annahu lamma nazalat hadhihi al-aya جزعت الصحابة رضي الله عنهم وقالوا أن أخذوا بكل ما حدثت به أنفسنا كومز كبقاغان كومز من دبر ويلب قاغان هرب قندا إشقا قرطا بحساب كتاب النمدو دك فوقب كتا فنزل قولوا آمن الرسول إلى قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت مش آيات تشتشون يقول bu yengillatishgandek fata'allaqa ذلك بالكسب دون الأزمنة لها ما كسبت دينا كسب قيغنا دينا عندك قيغنا حساب قمغن بوسا حساب المايدر يندك ينجلتشكايندك أهل بولده وفي بعضها أنها نسخت بهذه الآية من مشاهد الله نسخ ولا كتير رواية مبالغة من رواية مبالغة كسبت لن اكتسبت نو شكل فرق شخص والمحققون على أن النسخ يكون في الأحكام لا في الأخبار المحقق عالم لا bu nasx degan xabarda bo'lmaydi.
Çünkü nasıl xabarda olib qolsa, yolg'on xabar qilish masalasi kelib chiqadi. Va huwa muhalalalloh. Undan keyin manda bo'ladi, mash manda degan xabarda ular kim amaldan qoldirar shu. Amaldan qoldi degan gap bu birinchi yolg'on degan gap bo'ldi. Muhaqqiqlar bunda deydi. Lekin bu yerdan xabar ma'nosi bo'lgan bilan, xabar ma'nosi kelgan bilan sirda ya ko'rinishda, lekin bu yerda bir buyruq bor degan, amr nahiy bor degan qarashim bor. Masalan qanda, ya'ni iltazimu degandagi, mushu ishni ching tutinglar, rioya qilinglar degandek bir nima bor edi. Xuddi nimaga o'xshash? Maza iyyakum minkum ashruna sabiruna yaghlibu mi'atayn dedi. Xabar, sizlardan bunda bo'lgan taqdirda manchilik odam bo'lsanglar 200 ni yangisizlar dedi. Bu bir xabar. Lekin buning ishida qoshida yengdigan tirishchilik ko'rstinglar degandek bir buyruq bor. Yani bu şey nimani ching tutinglar degandek bir buyruq bor. Yani bu xabar ma'nosi bo'lsa-mu, amr ya nahiy ma'nosi bor. Undan keyin buning mazmun jihatdan nasb kelishi mumkin demakchi. Chunki oyatda nasb keldi ijma'an. Ijma'an oxirgi oyat bilan kelgan ekan buning kelishi mumkin dedi. Xabarda nasb bo'lmaydi, bu ittifoqan. Xabar degani mansub bo'lsa, buni yolg'on xabar qilgan degan bo'ldi. Manda bo'lgan desa, keyin unda emas, manda bo'lgan desa, birinchi yolg'on chiqadi. Hozir xuddi mana la yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Bu xabar shunama. La ma kasabat va ma iktasabat degan bu xabar deydi. Xabar bo'lganda ekan, ilgirkisi shunda va in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah mana. Bu xabar qiladi. Bunda ahvol shunda miyadimiyagicha deb xabar qilyapti deydi. Lekin biz desak masalan in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah shunga sizlar yushumanglar degan gap bor mana shunda. Desak, ondan ikkinchi oyatda ondan yengillatgan ma'no chiqadi dedi. Fayaghfiru liman yasha va yu'azzibu man yasha bi raf'ihima shami va asim. Demak, yaghfiru yu'azzibu deb ikki fe'lni marfu holatda pish bilan o'qidi dedi. Shami mesela Ibn Amirga o'xshash Sham qorilari va Asim ikki qori bunda o'qidi. Yaghfiru yu'azzibu deb. Ay fa huwa yaghfiru va yu'azzibu debdi. Fa huwa ni mishada taqdir qildi. İbn Abbas bilan A'raj ikisi mansubalatu fayaghfira va yu'azziba deb nasb o'qitgan. Ya'ni annani an deganni taqdir qilib nasb bilan qira'atda. Va bi jazmihima g'ayruhum ashqarilardan boshqalar majzuma fayaghfir va yu'azzib deb munda o'qidi. Attan ala javob shart. Shartning javobiga atf qilgan holatda yuhasibukum dedi-ku. Yuhasibukum demak hisob kitob qiz qanday qiladi? Fayaghfiru va yu'azzib. Demak hisobninki hozir natijasi bo'ldi. Al-ghufran wal adab. Va bil idgham Abu Amr. Ma xatarli gapgan. Abu Amr idgham qilib o'qidi dedi. Nimani nega idgham qildi? Ra harfini lam harfiga. Ra'ni lamga idgham qilibdi. Qanday o'qiymiz? فيغفر لمن يشاء ران يختار تدينجا بعد فيغفر لمن يشاء ويعذب من ذا قراءة قدر هذا خد بل رفع الله ديجان تو بر ديجان لم bütün yo'qolgan yani ma ran yo'qotdi dedi. Abu Amr mo o'sha yetqarining birisi. Nima? Mutawatir yetqarining birisining igisi o'sha Abu Amr. Va kada fil isharati val bishara. Nega bu? Tanusmikin. Yani ishara va bishara degan ikki kitobda shunda kelgan. Abu Amr bunda qira'at qildi deb kelgan dedi. Ishara degan qaysi kitob desa Fakhrul Islam Mansur ibn Ahmad al-Iraqi al-Mutawaffa sanati 400 va kada dedi. Bunda bir qira'atshunos olim bor ekan, u Fakhrul Islam ekan laqabi. Kunyati Abu Nasr ekan. Buning al-ishara fil qira'at al-ashr degan kitob bor. Ishara degan kitob bor, ha? Mana yozilgan, ya'ni tepshining tasman. Taktubuhu fa innahu nafis. Bu Iroqiy, shu qira'atshunos olimlar hammasi tunilgan olim ekan bu. Iroqiy munda degani bu. Xuddi hadisimizda hafslar haqida tasdiq qilgan deganga o'xshash Iroqiy desa Mansur ibn Ahmad al-Iraqi ekan. Bu ishara al-ishara fil qira'at al-ashr degan kitob bor ekan. Bu kitobda
465 debda shu atrofda bo'lsa kerak. Mush kitobda Abu Amrdan mushunda rivoyat qilib ekan. Abu Amr bunda qiroat qildi debdi ekan mush kitobda. Endi Bishara degan kelsak, Bishara degan kitobda shunda bu Bishara qaysi kitob? Muxtasar min kitabil ishara. Bu qaysi al-ishara kitobi yozilib bo'lgan ekan, dadisi shuni yozgandan keyin balasi qo'pab ixtisor qilib al-bishara min al-ishara deb kitobini muxtasar qilib ekan. Kitabul Bishara min kitabil ishara. Buni yozuvchi Abdul Hamid ibn Mansur al-Iraqi. Balasi dadisining kitobini ixtisor qildi. Demak, ash kitobning aslida muxtasarida ishqilisi bunda kelgan debdi. Hamda mushqiratda bunda keldi. Rani idg'om qilib yo'qotdi hozir. Kelgandan Sahibul Kashaf debdi. Ya'ni Zamakhshari nimada mudghimur ra'i fil lam lahinun muxta. Bu ramni lamga idg'om qilib yo'qotgan kishi bu qiroatda hozir lahni paydo qiluvchi, xatolashuvchidir deb. Yani xato qiroat qiluvchi demakchi. لأن الراء حرف مكرر فيصير بمنزلة المضاعف. Çünkü ra degan deb takrorlaymiz-ku. Bu xuddi mudoafdek takrorlangandek. R deb harf bizdan 2-3 qatim degandek bo'ldi-ku. Mudoafga o'xshash bo'ldi. Z r degandek. Mukarrar harfga o'xshaydi. Undan keyin mudoafning o'rnida deydi. Mudoaf deganimiz nimadir? Farra barra degandek bir harf takror 2 qatim o'qilgandek bo'ldi. Bu rami ashining o'rniga o'xshab qoladi deydi. Xuddi harfni 2 qatim chiqar, r deganda re 2 qatim chiqqandek bo'ldi. Wala yajuzu idghamul mudaaf. Endi bu mudaafni idgham qilishga bo'lmaydi. Yana hozirma nahv qoidasini bizni tiklab oldi. Nahv qoidasini bizni tiklab, qira'atni xatolashtiryapti. Warawihi an Abi Amrin muxtiun marratayn dedi. Allohu akbar. Abu Amrdan rivoyat qiluvchi, masalan shu ishara muallifi, bishara muallifini dartidi. Abu Amrdan rivoyat qiluvchi yoki undan boshqa shogirdlar rivoyat qilgan bo'lsa shunday deydi. Bu 2 qatim xatolashgan bo'ladi. Li'annahu yalhanu, chunki bu xato qiraat qilgan bo'ldi. Ondan eng bilimli qiraatda eng bilimli imomga faqatlam bilmaslik ajolatni mansub qilgan bo'ldi. Yani bu nahvda shunda qoida shuni aniq narsa osh katta imom shuni bilmaydi deb bilmaslik chiqargan bo'ldi deydi. Bu hamda Zamakhsharininki o'zining qarashi. Nahvshunaslar qoida bitirib, Simaynasi qoida tushunsa, yo'q bu xato deb rad qilgan gap. Bu qiroat to'g'ri. Hozir ham shu 7 xil qiroatning mutawatir tarafining birisi ekan. Tavatur degan nimadir? Tariqi subut. Nima? Endi nahvshunasning qoidasi shu. Bu zanniy bir gap. O'zida qurib olgan bir narsa. Ondan bu Kashaf xati muxti marratayn degan odam, ya'ni Abu Amrdan mushqiran kim rivoyat qilgan desa, rawihi anhu Abu Muhammad al-Yazidi. Bu Imom Yazidi degan biz kunlarda nusxa o'qigan, shu Faz Muhammamga ashin kitobi bor. Al-Yazidi Imamul Arabiyya deb. Butun qarashlarni bahsdan qiroatdagi, tafsirdagi, nahvdagi nimalarni bayon qilib shuni o'qigan biz. Bu katta olim, Imam fil Arabiyya val qiroat. Mushu naql qilgan. Ash ustozdan mush qiroatni olib kelgan. Demak, bu katta imom mushuni naql qiluvchi katta imom ekan, buni qanday olib sen xato deyalaysan, o'zing tuzib olgan qoida bo'yicha. Demak, olimlar Zamakhsharining tanqislagan. Endi nima uchun bu yerda ma'qul mushunda idg'om qilish bo'lsa, buni qanday bir asos tayinib turib, bunda idg'om qilish bor degan davomini qanday tushundirganda mushular? Buning vajihi nima? Ya qanday ta'lilim bor buningga? Abu Amr desa, buni menda ta'lil qilgan. Bu ikki harfning o'rtasida maxraji yaqin bo'lgan. Yaqinchilik bor, jutuqanlik bor bunning deydi. Xuddi ikkisi bir xil harfdek menda o'xshab qoladigan bir ahvol bor deydi. Masalan, ash bir rafa'u deganda qanday qilgan? Lamni idg'om qilayotgan raga. Undan keyin hozir ta'tirlam o'rnidan rani lamga idg'om qilsak, bo'ldi ikkisi jutuqqan bo'lna. Demakchi ekan. Hamda rani lamga idom qilishni kufili joiz deb chiqgan. Demak, nahviy shunasini ishidimi? Bu Zamakhshari xoti u bu degan bilan Basriylar undan emas, uni kufiylar buldu deb chiqgan. Nazriya jihatimi uni. Nahv qoidasi jihatimi. Wa hakawhu sima'an an al-Kisa'i wal Farra. Sima'i arablar unda idg'om qilgan degan Sima'i rivoyatni
Kesai Farrad'ın rivayet etken. Yani şehirden cüne kelgen boğitte, sözüne kelgen boğit falan kabilinin tıldım ündanı kılıç bağda. Uygurçıdan bağlam da mesela men yeymen degende men yeymen diye bitirmez. Bunun çıkıdı da. Ayında idgam kılıç bağımdı. Demek bu da Kesai Farra ve Eymetul Arabiye Araplıdan semai nakl kıldı. Araplıdan münda kılıç bağ dedi. Yani ki bu naklı hüccet hesaplandı. En başkalar Basri'yle bunu bilmeyen bolsa, ma bilgenler, bilmegenliği karta bular hüccet oldu. O bilmedik diğerinin nesi hesaplanmaydı. Demek bu kıraat doğru olan diken şu kıraat hesaplandı. Bunda kıraat bağ deyimiz. Bunu inkar kılarsak bulmaydı. Wallahu ala kulli şey minel mağfirati ve ta'zibi ve gayrima. Yani hemen nasıl mağfiret kılış, azaplaş, onundan başka yartış, yoktuş, ötürü hemen narsa deydi. Kadir doğru deydi. Âmener Resulü bima unzila ileyhi min rabbihi vel mu'minun. Peygamber onunla Perverdigar'dan nazil bolğanğa iman etti deydi. Mu'minlamu dep koydu azimede. Vel mu'minun. İn utifal mu'minun alar Resul kana damirul-lezî et-tenvînu naibun anhu fi kullun raci'an ila Resul vel mu'minun. Ma bekdaqat insanına nazik kelmeye. Kat terkiz ilana daqtaqni jig'ib turib qarang. Ana şada min rabbihi deb qilib vel mu'minun deb atf keldi. Agar mush atfni Rasulga atf qilsak, amana Rasul vel mu'minun degandek bo'lsa, qanday kana damirul ladhi tanvin naiminan kullun yani kullu vahidin minhum degandek, kullun degan tanvin keldi. Mishada bir damir bo'lg'achqa, bu damirni churitib biz uning o'rniga tanvin ekib qo'ygan. Asli unda tanvin ekanmasak nima bo'ldi? Kullu vahidin degandek bunda bo'ldi. Ya kulluhum degandek, shuna humne yoki boshqani churitib, mudofin ilayni churitiblam tanvin ekib qo'yib, bu tanvin ibod demdo. Demak, mishada damir vaqti kulluhum degandek, bu hum hozir nega qaytdi? Rasul vel mu'minun qaytdi. Ana Rasul vel mu'minun desak, andın kulluhum desak, ay Rasul mu'minun hammasi menda iymon etdi degan ma'no bo'ldi deydi. Yani kulluhum mana. Amana yani ashlarning hammasi amana billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi va uqifa alayhi. Undan keyin biz atf deb qarasak va rusulihi deb to'xtaymiz deydi. Isha bir to'xtatamiz. Hamda va in kana mubtada and wal mu'minun degandan da mubtada istinafiya deganda ekan. Xuddanda Parvardigorning nazil bo'lgan narsaga payg'ambar ishondi. Endi mu'minlarmi hammasi Allohga, farishtalarga nima ishondi deb yangidan bir jumla boshlaganday. Bunda deb qarasak, bu chaqda val mu'minun degan bo'lim bo'ldi, mubtada bo'ldi. Mubtada desak qanday bo'ldi? Va in kana mubtada'an namishni. Agar mubtada deb qarasak, kana kullun degan so'z qanday bo'ldi? Ikkinchi mubtada bo'ldi deydi. Qattiq diqqat qilmoqga. Agar va in kana degana va in kana lafzul mu'minun mubtada'an, agar mu'minun deganda biz mubtada deb bunda i'rob bersak, kullun nima bo'ldi? Mubtada'an saniya bo'ldi. Val mu'minun kullun deb ikkinchi mubtada bo'lib, anduni xabar qilib, anda ikkinchi mubtada bilan ma xabari birinchi mubtadaning xabari bo'lib bunda deydi. Va taqdiru kullun minhum degan bo'ldi. Va in kana alayhi yo'qdi ya da. Yo'q. Va in kana mubtada'an kana alayhi kullu mubtada'an thani. Yo'q. Demak, val mu'minun da bir mubtada, and kullu minhum degan mubtada bo'ldi deydi. Hamda amana billahi bula nima bo'ldi? İkinci mubtadaning xabari, ya'ni kullun amana degani mubtada va xabar bo'ldi. Vel cümle demek mubtada ve xabardan ibaret olan muş cümle yani kullun amana degan mu'minunning xabari bo'ldi. Ve kana damiru lil mu'minin. Vel mu'minunning mubtada deb kullunni xabar desak, ma ayrıqli cümlede bağlaşmaya qalamda ya. Ya kullunni lam demdi o. Kullun amananing hammasi xabaridir. Hozir masalan mu'minunni mubtada dedilar. Uni xabarchi undan keyin kelgan hammasi. Yani undan keyin kelgan hammani bir pomlab turib xabar dedi. Yani bu pomlag'imizning ichida, yani mubtada xabar bor. Mubtada qaysi kullun. Xabari amana. Demak, mubtada xabarni ikkisini birlashtirib, bu xabarul mubtadal avvaldir. Bunda ishi jiqimdi. Ve kana damiru lil mu'minin. Bu damir hozir ay kulluhum degandagi damir, ya'ni ay mu'minlarga xos bo'ldi bu. Chunki
Ha, Rasul adı ayrım tutu. Rasul zaten o işini boğan. O ayrım bunun hükmünde buldu. Yani müminlerin lan hazır işengen dağıtıdı. Kulluhum yani amene billah demekçi. Minhum ki zaman ne yapmalılar? Tefsir minhum dedi. Ha şu minhum, kulluhum minhum diyen ha. Aşu müminler yani. Aşular müminlerin hemmisi Allah'a, perişlerine, kitaplarına, elçilerine işinde dedi. Ve vahide damir kullun fi amana alamana kullu vahid minhum. Yani yani kullun diyen bu köpükte. Amana diyen bu müfred karta. Amanu diyiş gerekti ise ya kullu diyen mesela kullu vahid minhum diyen köpükünün manasını bildirgen manası. Yani köpükünün manasını bildirgen lekin her biri diyen her bir kişi de bunu parçalaşmamayada dedi. Yani kullu vahid minhum amana her bir kişi iman etti de bir müfredki karta değildiğin var. Vel mu'min de ayrı bir cümle kardeş kulun amene Resul bima unzile ileyhi min rabbih. Toxtab anandık madan okuyan geplerge. Min Rabbi deb to'xtaymiz deydi. Ha, va uqifa alay degan min Rabbi deb to'xtaymiz. To'g'ri. Chunki avval istinafiya bo'lgan ekan. Hüküm işi çıkıp çıkıdı ama. Dastlabki Qur'onni kelgan bo'yicha to'xtashimisin tasdiqlab Shu hozirmish Qur'onni kelgan narsani aytamiz. Hozir Qur'onni qanday keldi degan ustida to'xtalyapmiz hozir. Yo'q, men deyman Qur'oni Karimda biz vel mu'minuna oyatga to'xtab. Shu bir qarashda. Bir qarashda. Ya bir oyatda emas, bir oyatda emas. Oyat to'xtash muhim sekti bor. To'xtash joyi demekda. Demak, hozir birinchi qarashga asosan qo'ygan turq av. Yani amana rasul bima unzila alayhi min rabbih vel mu'minun. Yani amana rasul vel mu'minuna bima unzila ilayhi min rabbih demekçi. Hani kullun degene ar-rasul vel mu'min hammasi degan. Demak, mana kulluhum ya kullu vahid minhum degan rasulning boshini ichida mu'min bor. Ikkinchi qarashda rasul anda ishni bo'ldi nima? Andin vel mu'minuna kullun amana degan mu'minlarmi rasul o'xshash o'shamga ishini do. Bunisi rasul yo'q hozir. Yo'q bu hamma shu degan. Anda qasam dalikal kitabu la rayba fih. Mesela dalikal kitabu la rayb deb فيه هدى للمتقين سيقول لا ريب فيه ده تختصر مضان ووقف عليه دينا اش من ربه دينا تختيمز دمشي وكتابه ده قراءه قلده وكتبه نه وكتابه ده حمزه وعلي الكسائي مشندا قراءه قلده يعني كتابه olsa bir kitap diyen bulsun ama bu olsa Kur'an'a diyen buldu. Kur'an'ın şunda diyen buldu. Ya ki kitabını diyen kitap cinsine şu Tevrat olsun kitapla bulduken Allah Teala şugen şimdi diyen buldu dedi. Bu an cinsqi qartısı buldu. Ve in ta'uddu ni'metallah. Ni'metallah azı müfredmiş adı. Peki şimdi qanda nimet olduken cinsin ni'me olsa şu hatadı çıktı olmuş. La nufarriqu ayırmayımız dedi. Peki ayırmayımız genne azı qanda takdir qilganmiz. Aşı müminler Ayırmayız. Ha, ne deydi o? Yekuluna la nufarriq. Yani bu la nufarriq yani müminlerin sözü azı. Bular biz ayırmayımız deydi. Bel nu'minu bil kull. Afa tu'minuna bi ba'dil kitabi ve tekfuruna bi ba'd degandek unda qilmaymiz. Hammaga biraqlamışmiz. Bir narsani unda ishonmay chiqarib o'tmaymiz dedi. Bayna ahadin min rusuli. Payg'ambarlarning ishidan birasini unda ayirib chiqarib o'tmaymiz. Ahadin fi ma'nal jama'. Ahad degan misol ko'pchilikni bildirdi. Valida dakhala alayhi bayna. Shu bayna bo'lgan ekan bu ko'pchilikning ishgan orasida o'ttirda dengap bo'ldi. Ko'pchilik bo'lmasa da o'tira olmaydi. Va la yadkhulu illa ala ismi yadullu ala akthar min wahid. Bayna degan ash ko'pchilikni bildirgan ismga andin kiritdi. Albatta. Ko'pchilik bo'lmasa, ikkidan ko'p bo'lmasa bayna bo'lmaydi. Ikki va undan ko'p bo'lmasa. Ahad degan ko'pchilikni bildirdi. Chunki bu ahad birisi degan bo'ldi-ku. Birisi bunda hammaga tushadigan bir ko'plikka bir ismi jinsdek bir narsa. O'sha oyatda ma'nal jama deydi. Chunki bayni kelgandan keyin ma'nal jama deb tushundik deydi. Demak, o'shada hozir payg'ambarlarning ichida unda birasi, masalan, Yahud nasoralar Rasulullohninki payg'ambarlikni tanidi. Biz unda Musa alayhisolamning, Isa alayhisolamning, Ibrohim alayhisolamning hech qaysini tanmaymiz. Mu'minlar shunda to'liq iymon etdi deydi. Ala aktar min vahid demak, bayni kirgandan keyin bu birdan ko'proq narsani bildiradi. Falaytallazi bayni va baynaka amrun, falaytallazi bayni va baynal alamin kharabun. Taqul al-malu baynal qawm. Xuddi bu mal-mulk musha qavmning o'rtasidagi mal bu. Va la taqul al-malu bayni Zayd. Mana bayni deganda bunday ishlatilmaydi.
Beyni Zeyd, beyni de müfred işitmeyi. Ve kalu semi'na. Yani ular nima işte işitdik deydi. Yani semi'na degan işitdik. Gapni angladik. Xuddi anglagandan keyin gap anglish qanday qilibdi? Ashu ma'qul deydi. Gap anglajma degani shu. U quloqdan anglaydi, quloqdan bunda anglash degan gap emas. Anglab shu anglaganning mujibi bo'yicha ish qildi mana shu. Va ata'na va farmoningga itoat qildik. G'ufranak. G'ufrana degan bu bunda talab bo'lishi mumkin. Ya'ni ig'fir lana g'ufranak, yani maf'ul mutlaq hozir, ha? Yoki mansub bi fa'l mudmar degani natlubu g'ufranak degandek. Ya'da muqaddar bir fe'l bor dedi. Rabbana va ilaykal masir. Al-marja, masir degan marja. Qaytadigan joy, ya'ni sana berib taqiladi dedi. Va fihi iqrarun bil ba'th wal jaza. Mush oyatda o'lgandan keyin qaytirilish va jazo borligi iqror qilish bor edi. Va ilaykal masir mana, ha? Iqror qilish bor-ku? Qaytish degan, ya'ni qaytirilib oldinga boramiz degan. Ondan jazo mo bor. Val ayat tadullu ala butlan al-istithna'i fil iman. Mush oyat hozir iymanda biror narsani qo'yib, sirt qo'yib, menga ishonmayman, mushunga ishonmayman, ammo boshqasiga ishonmayman deb bundan qilsa, bu iymon bakali qish qildi. Mana la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi, shunami? Billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi dedi. Demak, ashamni jamoatga hammani nima qildi? Masalan, biz ham farishtaga ishonmayman, Rasululloh ishondim, qiyomat hammaga ishondim desa, iymoni to'g'rimidi degan. Yoki hammaga ishonibdi, Qur'onga ham ishonmabdi. Ya'ni kafir. Farishtaga ishonmabdi. Qabr azobini bulsa qilmagan o'lmoqlar ehtimolga bor ekan. Bu salamda ehtimollar. Undan nasqata keldimi deb nima qildi? Unda hadis kelgandan keyin bu ahadda kelganda deb ma Hizb ut-Tahrirning odamlari biz inkor qildi Alloh. Yoki aqlanilar shu hamda dalala nasriya emas, nas emas. Lekin qabr azobi kelgan hadis bor, Hazrat Oshina masalan. Tilamchi ayol kelib bunda degan chog'da o'y bunda nima bo'lmasa, rost to'g'ri degan o sayyidisi bor. Sayyidisi ayol bu ahad deb ahadlar unda aqidani isbotlaymiz deb rad qilganlar. Hizb ut-Tahrirning bir chatar qarishi deb qaralganimiz shu. Bu Nabani shu o'zining kitoblarida degan bunu. Demak, iymonda istisno qilish yo'q. Ya'ni ashularning hammaga tang ishonishing kerak. Mustasno qilinmaysan. Va ala biqal iman li murtakibil kaba'ir ma bi xatarlik. Kabira jinoyat ishlangan kishigami iymon degan sifat endi qoladi. Ya'ni bu mu'tazilga raddiyadir. Fi manzila baynal manzilatin deyilmaysiz. Buni endi iymon mu'min deymiz, lekin fosiq deymiz. Ya'ni bu yerda hozir ma aliqa o'tganki tariximi raddiya bor. İman nima? Va tasdiq. Amal degan nima chimaydi hozir? Chimaydi. Ha. Chunki mana iymonni Qur'on Karimda ta'rifladi mana. Rasul qanday ishini ekan? Tushgan narsaga ishonishdanmi? Qur'on. Billahi va malaikati va kutubi va rusuli. Ya'ni amal degan va ya'malun demidimi? Demadi. Amal ayrim, iymon ayrim bo'ldi. Bak, dildimiz chiqdi. Bizlar u qarashni tutaydi, tutmaydi, ya u to'g'ri bo'lsin bo'lmasin, shu oyatda hozir bu amalni u iymonning bir parchasi degan gap yo'q. Mush aniq dalil bo'lardi mush qarashga. Zina qilib to'masan. Adam o'tiribdi. Bu kaprolar ketamda. Ammo shuni qilgan vaqtimizda iymon tushganmi? Qilgan shu vaqtda shunday ko'tarilib turdi degan hadis bor. Ko'tarilib turdi dedi. Buma shuni ba'zi zina, o'g'irlik qarta, ba'zi gunoh qarta, lekin gunoh emas. Demak, buning so'z nima? Ayni semana va atana va franak deb bunda duo qilib turdi dedi. Ana bo'lsa qalbni ham o'rdida shu ishonganlik. Mana shuni lekin u amal qalbislar shunda da ta'rif qilgan. Avla amal qalb xasmaydin. Amal javarihni bashini siladi. Ay ishonish ma'alada shahodat bilan bo'lgan ekan. Ya'ni o'sha shahodat bilan bo'lsa yana amal bilan bo'lgan. Ya shu ishonishni amal undan boshqa deb qaraydi. Masalan, tasdiqni amalni shunday şey chiqdi desa, sizning deganchi bo'ldi. Hayır, tasdiqni amaliy so'zlamay, amal ataydi ekilimiz ay. Ayrim deydi. Kelgandiga unda ma'va ishqisi, ma'va boshqa narsa, ma'va
amal javarih sirtqi ama a'zoninki sharikati qaratilgan so'z demakchi. Siz degandek bo'lsa, yani shu tasdiq degan shirk chiqish amal qalb bor. Payg'ambar yani semana dedi. Baş üstüge dedi şuna ama. Biz itaat qilamiz, anlaymiz, mag'firat tilaymiz dedi. Yani ki anda anlaş, itaat qilish yani bir teklif. Nasıl ama? Teklif bol, buyruk, ferman, çeklimi olsa andın bu anladık, itaat kıldık diyen oldu. Bu çağda bu teklif hazır nereden nerede bunu bilelim demek için ayet. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Yani hatırlayacağım bol. Sizin o kılanmaydıgan taqat dairesinden undan okunmaydı. Fakat sen kan taşa kılalaydıgan dairde andın Allah Teala sana teklif berdi dedi. Demek bu hududu teklifine haber kılıp veriyorlardı. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Mahkiyun anhum. Hadi xuddi aşu sözün devamıdır. Ve qalu aşu müminlerin de semana ve atana ve gufranaka rabbana ve ileykel masir la yukellifullahu nefsen deb sözün davamlaştırıp atqandak ha. Yoki mustanaf. Bu Allah Teala an gapini tugitib bo'ladi. Uning gapi to'xtab qoldi va ileykel masir deb to'xtagan duosi. La yukellifullahu nefsen deb yana Allah Teala söz başladı demek mustanaf. İlla vus'aha illa taqataha ve qudratdan qurbi yetadigan, chidiy oladigan, ko'tara oladigan narsa demakchi. Yani teklif la yeridu illa bifi'lan yaqdiru alayhi mukallafu. Çünkü bu yerda ma ishni qiling degan teklif, buyruq, farmon shu teklif qilingan kishi yani banda qila oladigan narsa bilan bo'ladi dedi. Qila oladigan ashunda nimani elib keladi dedi teklif. Keda fi şerh at-ta'wilat, şerh ta'wilatni qaysi kitob degan to'q. Abu Mansur Maturidining tafsiri bor. Ta'wilat ahli sunna. Bu tafsirni Nasafi sharhlagan. Ash kitobimni unda keldi demoqchi. Yoki boshqa birisini sharhlab qolsa shu sharhda unda keldi demoqchi. Bu o'zining kitobi. Keda fi şerh at-ta'wilat. Wa qala sahib al-Kashaf, yani Zamakhsharidan naql qiladi. El-vus'u ma yasa'ul insana ve la yadiqu alayhi ve la yahruju fihi. Demek vus'a degan kengchilikni bildirishni ama insonga keng tasha bo'ldigan, u siqilib qolmaydigan, harakat qilmaydigan, uning taqati keng tasha azoda bo'ldigan narsaga undan chaqirildi, buyurildi dedi. Qulay bo'ldigan demakchi. Duna mada g'oyati taqati vel majul. Manchilik qiladigan ma 80'ni qiladi deb 80ga chinqab bunda bir g'oyish yo'q deydi. Faqat kanat fi taqati inson an yusalli akthar min al-khams. Mesela inson 5 vaqt emas 6 vaqt o'qiyalamdi, o'qiyalamdi. 7 vaqt 10 vaqt o'qiyalamdi. Eng oxiri mesela 100 vaqtda ya 150 aşını chinqab turib, eng chekiga qistab turib taklif berdi. Bir oydan ko'proq tutar, 2 oy tutalaydi. Shama bir qatimdan jiqroq haj qilalaydi. Lekin shundadimi unda chinqab bergan ish yo'q. Azad qo'yib berdi. Masalan 5 vaqt namozda azad o'qiy olaysan. Bir qatam hajni azad qila olaysan, bir oyni azad tuta olaysan dedi. Yani uning qatimni qila oladigan holatda qo'yib berdi dedi. Laha ma kasabat va alayha maktasabat. Mana shu qism farqi aniqladi. Uning topqini, tig'ini o'zi uchun dedi. Ash nafs uchun. Laha degan nafs. Ad-damiru lin-nafs. Va alayha uning ziniga qaysa, u qilgan jinoyatlar uning ziniga dedi. Qilgan yaxshi ishlar o'zining foydasi uchun dedi. Yanfa'uha ma kasabat min khayrin va yadurruha maktasabat min sharrin. Wa khassa al-khayra bil-kasb wash-sharra bil-iktisab. Nima uchun bu xayrga, kasbida, sharga iktisab, iftial vazni keldi desa, lianna al-iftiala lil-inkimash. Çünkü iftial vazni bu menda tugilish, o'zini tartib turilish, qo'rilib turilish, yani siqilish, tugilish degandek menda mazmunlarda ishlatildi. Mesela tafa'ul vazni qilsa, takalluf ma'nosi deymiz-ku. Shunga o'xshash ma'no iftial vazni arab tilida inkimash ma'nosi keldi ekan. Yani xalimaslik, ko'ngil tortmaslik ma'nosi bor edi. Va nafsi tankamishu fi sharri va tatakallafu lil khayr. Chunki insonning nafsiga yomonlik qarata sal o'zini tortib qolgan qarab bor. Andan yaxshilikqa atoydan kuch qilib qildigan ish bor. Yoki bunda tarjimasini olsak bo'ldi. İftihal hozir inkimash ma'nosi bor, ma'qul. Yoki buning ta'turi o'zini urish ma'nosi bor. Yani bak yugurib ketadigan. İktisabat degani xuddamda bu jinoyat, gunohlar nihoyatda bezalgan. Mesela zina insonning nafsi oyinda ko'ngil tortadigan
Bunda bo'lgan ekan bu ko'ngil yugurib turish ma'nosi bor desak bo'ladi. Kasab degan ma'noda ani ta'tirlan. O o'zini qochirdigan, bu o'zini yugurtirgan degan ma'no. Endi arab tilida mush vazni zat inkimash kilamda, ta'tir kilamda uni tekshirib basak. Ma muallif yerdan unda inkimash, o'zini qochirishga doir mazmunlar keladi iftal vazni debdi. Lekin ba'zilar yugurish, o'zini urish ma'nosi keldi debdi. Qarama-qarshi ma'nosida ishlatibdi. Balki endi qarama-qarshi ma'nosi kelishi mumkin. Ishli ma'noda. Yaxshi bo'lsa Alloh tomonidan keldi, yomon bo'lsa o'z nafsidan keldi deb tushunasiz. Ya aslan ikkisi bir ma'noda. Faqat lam bu siga o'xshamay qoldi. Bu ziyadatul mabna tadullu ziyadatul ma'na. Ne ta ziyada bo'ldi hozir bu yerda. Yani bu yerda xuddi bu shar deganda insonning nafsi endi ko'ngil tortib turgan narsa. Ani burunqi ma'noning tam aksi. Bunda bir mazmun bor. Ondan la ma kasabat Alloh ma kasabat degan mushi iborami, mush jumlami shu so'zning oyog'i bo'lishi mumkin. Maqulul qawl. Mu'minlarning so'zining davomi bo'lishi mumkin. Ya mu'minlarda sama'na va ata'na ghufrana rabbana va ilaykal masir la yukallifullohu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat va alayha ma kasabat degan bo'lishi mumkin. Yoki va istinafning davomi bo'lishi mumkin. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Parvardigorimiz biz unutib qolsak yoki xatolashib qolsak muaxada degan mishada bizni jazolamag'aysa dedi. Bu ma shu so'zning oyog'i bo'lishi mumkin. Sama'na va ata'nda kelib ba'zan duo qilyotlar. Rabbana la tu'akhidna. Demak, arliq qismi balki ham shunday so'zning davomi deganni sal kuchlantirib qo'ydi mana. Gap uzilmagandek. Rabbana la tu'akhidna in nasina va akhtana dedi. Ya'ni biz sening farmonlaringdan birasini baja keltirolmay tashlatib qolsak, unutib qolsak, bizni jazolamag'aysa deb ashulning so'zini hikoya qilyotdi. Yoki bandalarga qanday duo qilishni o'rgatyotdi desak bo'ladi. Bu Alloh taoloning farzandi. O'zi hamda o'rgatib, andin u tilsa, mush yo'l orqali tilsa, andin ayndam tilginni berib, bunda qilish Alloh taoloning fazli. Vallohu zul fadlil azim. Aw akhtana yoki xatolashib qolsa. Bu xatolashish degan gap hozir gunoh qilsak degan bo'lamdi yoki maqsadsiz bunda qilsak deganni bildiramdi. Va dallada ala jawaz al-mu'akhadha fi an-nisyan wal khata' khilafan lil mu'tazila. Mu'tazilamda ya u xato va nisyonga jazosi bo'lmaydi deb turibdi. Bu oyatda biz bunda duo qilganligimiz jazolsa bo'libdi. Shu bo'ldigan narsa bo'lganki bunda jazolamag'aylar deb duo qilyapmiz. Bu jazolsa jazolashning borlig'ini bildirdi aslida dedi. Li-imkan taharruzan va fil jumla. Bizning so'zimizga ma, li-imkan taharruz bizning ta'limimiz. Bu unutib qolishdanmi, xatolikqa dastur solishdanmi, saqlangan bo'lib diqqat qilsa. Lekin diqqatsizlik bo'lib qolgan ekan, uni qarta jazosiz bo'ldi. Walavla javazul muakhadhat bima lam yakun lis-su'ali ma'na. Agar jazolamaydigan bo'lsa, u tirab o'tirishning hojati yo'qdi. Tilimiz bo'ldi. Hamda rufan ummati al-xata va nisyan va mastukrihu alayh deb uni apu qilayotganligi. Balki apu qiluvchi mushu oyat ijobat qilganlikcha apu qilayotgan bo'lishi mumkin. Rasululloh shuncha duo qildi, Alloh taolo qad fa'altu degan. Ya da'vatning ijobati bo'lib ketdi degan. Undan keyin hadisda mushu da'vat ijobat bo'lgan da'vatning haqiqatini deb berayotgan gap. Amsham la tu'akhirna dedi. Mufaala vaznama. Va xuddi bandima Alloh taolo muaxiza qila oladigandak hozir. Shu bizda nimada nechqatim dedik? Bu mufaala vazni hozir bir taraflama nimaga kelib qoldi. Musharika bo'lmaydigan ishqim keldi. Yoki musharika qanday tarafdan desa, hali muaxadani bizsi muaxad bo'lsa, unda ikki taraf bo'lg'achqa degan bo'lishi mumkin deymiz. Lekin bu yerda hozir muaxada bir taraflamalik. Yani Allah Teala muaxiza qila oladi. Ben de muaxiza qila olamda Allah Teala. Yo'q. Ularga bu yerda mufaala yo'q bu yerda. Yo'q, mufaala vazni bir taraflamalik ahvolga keladi degan tur. Uning misolini shuncha topolmagan mana chiqdi. Rabbana va la tahmil alayna isra. Yani ey Parvardigor, Rabbana deganni takrorlashda xuddi istihtoqdak, mehr shafqatni istizlab ma'nosi bor. Yani bizning ustimizga eg'ir yukni yuklab qo'ymag'aylar dedim. Ab'an ya'suru hamilu. Yani shunda bir eg'ir yukniki, mas'uliyatniki uni ko'tarib turgan odam
ig'irvesip nimaga midilanmay qolgan. Ya'ni yahbisu makanahu litaqal ig'ir bo'lganlikdan shu o'rnida midilatmay qo'yib qo'ydigan unda yukni yuklab qo'ymag'aylar. Isir degan yuk, ig'ir yuk. Isti'ira litaklif shaq min nahqat al-anfus. Ana mishada ig'ir yuk degan istara. Istara bo'lgandan maqsad nima desa, nayta qiyin amr farmonlar edi. Buyruq, farmon, cheklamalarning qiyinlarini bunda hukm bekitib bermaslar ekan. Masalan, qatlul anfus burunqi ummatlarda agar tövbe qilib qolsa o'zini o'ttanisi tövbe qabul bo'lmaydi. Endi qisas masalasimi adam o'tagan bo'lsa shu qisas nima afu qilib o'tish diya degan gap yo'qdi. Bizning ummatimizda diya va afu qilib o'tish bor. Yana vaqat mavda najosati min al-jild va thawb. Bir badanga kiyimga najosat tegib qolsa uni yutazlash yo'q ekan. Shuni kizgan ekan. Terini shilitilganda shunda ig'ir ekan. Terini shilish balki ba'zi to'g'ri emasdi, lekin kiyimni kesish unda rivoyat kelgan. Shunga o'xshash endi. Demak, mishadadir ig'ir yukni ustimiz yuklab qo'ymag'aylar dedi. Kama hamaltahu alladhina min qablina. Yahudiylar, Nasaralar biz ashunning shariatida shunda ig'ir ahvolli bordi. Masalan, g'animat aram qilgan bo'lgan. Tamam. Unda tayammum qilishdak nima yo'q, taloq qilish yo'q dedi masalan ba'zida. Jiq ishlam. Uning misollari ham nurg'un. Ularning natijamir aram qilgan va mahmala duhun va al-hawaya muqtadat bi'azm masalan. Biznikida Alloh Rabbana va la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya'ni ey Parvardigorimiz, yana bizga biz bulanmay qoldigan, chidayolmaydigan yukni yuklab qo'ymag'aylar. Bizni ilgirikelarga nozil bo'lgandek, uni vaqtda solgan anda ishlarni nima qilgandek, unda nimani qilmag'aylar deydi. Chunki ilgirikelarning anda nimasi jiqin. 40 sanata yatihuna fil ardi masalan. Mutu thumma ahyahum dedi. Jiqin undashlar. Wa'fu anna, ya'ni xuddi ular o'xshash bizning anda ig'ir sinoqliga duch qildislar, biz aziz bo'lganlar biz chidaymiz demadi. Ha? Biz uruldek undan yo'liqtimizlar. Nertiraylar dedik. Wa'fu anna, wa'fu anna imhu sayyiatina. Ya'ni bizning yomonliklarimizni o'chirvaslar deydi. Af degan o'chirash, afa atarahu degan o'chirib ketadigan bo'ldi. Vag'fir lana, ya'ni bizga mag'firat qilasizlar, g'ifar degan yo'gash nima? G'ifar degan yo'gaydigan bunda niqobda gunohni g'ifar deymiz-ku. Demak, yo'gash ma'nosi vastur dunubana, gunohlarimizni yo'gaylar. Demak, bu yerda afu bilan g'ifar ikkisi takror emas. Ikkisi mag'firat qilasizlar degan gap emas bu. Chunki birinchisi cho'ng gunohlarni, ikkinchisi kichik gunohlarni deydi. Yo'q, birinchisi sharkatni, ikkinchisi qiliqlarni degan. Mag'firat qilitish kimdir? Shu infirlanarga mag'firat qilitish. Endi afu degancha shuni ma'nosi boshqa edi. Ikkisi bir ma'noda bo'lsa, bu ortiq gap qilib qolgandek. Demak, o'chiritish ma'nosida ekan. Ya'ni bizning gunohni isqot qilasizlar degan ma'noda. Al-afu isqot ma'nosida dedi-ku bir yerda. Niyada o'chiritish ma'nosi. Ha. At-tark yani. Demak, o'sha yo'gab qo'ysizlar, ya'ni bizni rasvo qilmasizlar, eshilib qolmaydi degan ma'noda. Valaysa bitakrar, ya'ni ma'va cho'ng kichik gunoh deb ikkiga ayiribdi. Ba'zilarda al-afwu lil-af'al wal-ghufran lil-aqwal deganlar bor. Duani qilmoqdan faqat bunda xiyolimga bir kunlar deganda ustur ayubana deganlardan keladigan ikki faqat. Demak, bu g'ifr desa, afu qilitish bir ma'qul. Ammo ig'fir degani balki dunyoda bizni rasvo qilmay maxluqning oldida yo'gab qo'yishi mumkin, ham o'zini afu qilitishi mumkin. Ya'ni mahshargohdimi xaloqning oldida bizni rasvo qilmay, faqat yo'gab bizning aybimizni ochmaslik mumkin. Amana qo'shaldan. Ya'ni bizning mizonimizni ig'ir qiladigan jiq savoblarni ba'zilar demoqchi. Ya'ni ma'iflasna bizning amaliyotda savobdan hech nimamiz dasmayimiz yo'q berib qolamiz. Amaliy ahvolmi shu. Unda bo'lgandan bizning jiq savob paydo qilib bersalar demoqchi. Avval min al-masx va thani min al-khasf. Avval deganimiz afu degan shu. Tamam? Ikkinchisi ig'fir degan shu.
ya'ni bizni surati mubaddal qilishdan unda saqlab qolsan, apu qilmasliganda. Ikkinchisi xas degan yer yutib ketish. Takhasafna bihi va bidarihi al-ard. Uni va uning uy aramlarida yer yutib degan. Hadisda var, sayakunu masxun va xasfun deb. Demak, hozir birincisi masxdan panotilash, ikkinchisi xasfdan panotilganda, uchinchisi g'arqdan panotilashdak deb taqdi. Bu hozir bir xil gaptanliq ma'no. Masxun va xasfun va g'arqun degandek. Bu rahimna unda yaqin Allohning ashaddiy azoblarini lazim bundan keyin bo'ldi demakchimi yo tash biz birishi mumkin. Mumkin gap chiqdi. Chunki bunda panotilayotganga bunda ishni qilmadi. Ya'ni bu duo javob olib ketdi, mushini so'g'achqa desa, bo'lmaydi degan gap chiqdi. Lekin hadisda sayakun masxun va xasfun deb, ya'ni mush ummatimdimi masx bo'ladi, surat mubaddal bo'lamdi, bo'lmamdi desa, ba'zilarning bo'lmaydi deydi. Ya'ni biz islom ummatida surat mubaddal bo'lishi yo'q deydi. Yo'q, ba'zi deydiganlar bo'limi hadisdan dalil bor. Bu surat mubaddal bo'lib ketgan odamlar shu ummatdan chiqadi. Xotanda shu olimlar 50-yillarda shu olimlar azavri nima qilgan, shu saqchi, shu olim balasi shunda saqchi ekan. Shu dadasi o'ldigan chaqda bir haftadek bolalari u dadasidan qashqa odam chigini o'tgan. O'la shaklda jon tashib yotgan vaqtlar, qattiq kasallar. Nima uchun desam, uning yuzi bunda tumshuq uzrab, rasmi cho'shqining suratiga chiqib ketgan. Yani surat mubaddal qilsa qilib o'tish mumkin. Anta Mavlana, sen bizning igimiz, biz bo'lsak sizning bandalarimiz. Sen bizning hamdamchimiz, nusratchimiz va ishlarimizni bir taraf qilib o'tsan deydi. Fansurna alal qawmi kafir. Unda bo'lgan ekan, bizni kafirlarning ustidan g'alabaga erishtirib nusrat ato qilgan. Famin haqqil Mavla an yansura abidahu. Chunki igi degan yo'g'an qullarga, ya'ni xo'jayin qullarni qana qildi, yo'laydi, nusrat ato qildi, igi chiqdi. Sen bu igi chiqqan bizga deydi. Fil hadis man qara amana rasulu ila axirihi fi laylatin kafata. Bu muttafaqun alayhi hadis qo'ydi. Keyin o'sha amana rasulni bir kechda qiraat qilib o'qib qolsa, ya'ni o'qisa deydi. Demak, mush shikoyatmi? Mush shikoyat unga kifoya qiladi. Bu kifoya qildi degan nima gap? Qiyamullayning o'rnida mush kifoya deganlar bor. Yoki boshqa hamma narsa yomonlikdan saqlashda mush kifoya deganlar bor. Uning boshqa chiqib tafsirlar ekan. Yoki o'zining har kunda belgilab qo'ygan Qur'on o'qishning o'rnida turdi, virdi. Ha? Hizbahu minal layl degandek, ha? Wa fihi man qara'ahuma, ya'ni wa fihi degan va fil hadis man qara'ahuma ba'da al-isha al-akhira ajza'atahu an qiyamul layl. Yani qiyamul laylni ko'rsatadi. Kechida nafl o'qiganning o'rnida turdi debdi. Wa yajuz an yuqala qara'tu suratul baqara aw qara'tul baqara lima ruya an Ali radhiyallohu anhu khawatim suratul baqara min kanzin tahta al-arsh. Hazreti Ali'nin kelgan bir rivoyat var. Bazı merfu deyiş mümkün. Mevkuf altı ketdi. Bu Deylemi merfu rivoyat etdi. Ravahu Deylemi an Ali merfu'an. Muhakkak tahriş qilmoqdi ha. Va qala ba'duhum yukrahu zalik. Ba'zilar unda suratul baqara deb bunda nisbat berib desa bo'lmaydi. Yoki makruh deganlar. Masalan, Tabi'in Naqai hatta Hajjaj mo xutbasi degan chaqda suratul lati yuzkaru fiha al-baqara as-suratul lati yuzkaru fiha al-imran deb ekan. Desa ashablar buni raddiya etgan. Yoki shu chaqdagi tabi'lar raddiya etgan. Unda dishaysiz makruh emas o. Suratul baqara desang bo'ldi deb Rasulullohning kelgan hadislarni deb bergan. Demak, jamaahir ahli ilm tanlagan to'g'ri qarashda endi suratul baqara deb atsa bo'laverdi. Demak, va ikkinchi qarashlar makruh bo'ldi deganlar undan keyin qara'tu suratul lati tuzkaru fiha al-baqara, qara'tu suratul lati tuzkaru fiha al-imran deb bunda deysa, sal turdi ya bunda munosib emas debdi. Sayyidista unda suratul baqara degan nima kelgan? Abu Mas'ud al-Ansariyning nimasta rivoyat kelgan. Demak, mushu duoni qilgan chaqda, Muslimning rivoyati, Tirmizining rivoyatida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mushu duoni qilgan chaqda, mushu o'qigan chaqda har bir so'zdan keyin qad fa'altu deyilib ekan. Ya'ni kim deydi? Alloh taolo deydi unga.
يعني لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قد فعلته riskiga mau سي مسلم موسى ولا تحمل علينا إسرا قد فعلته نعم deb kelgan. Bizlar mushunlarni suratul Baqarani shu tamom bo'lgan bo'ldi. Allohning fazli marhamati bilan suratul Baqarani shu tamomlagan bo'ldi. Bizlar shu oyat, shu duo bo'yicha, shu duoni o'qib darsimizni oxirlashtirdik. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.